Assalamualaikum Uyg'uriston ekranının aziz görürmenleri. Bugünkü 13 Nisan programımızda Kivizland Texnik Üniversitesi doktorantı Osman Tursun hakkımız bilen sünni akıl to'g'risida Assalamualaikum Osman aka, ziyaretimizden qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat. Va alaykum assalom. Sizlarga ko'p rahmat. Shunday bir fursatni yaratib berganingizga. Endi hörmətli görürmenler, suallarınızı inkaz şekilde bizge bildirirsanlar program arkasında suallarga Osman hakkımızdan cevap alımız. Ulanışımızın tarqıtıp koyuş arkalık hem bizni qollab, hem bu söhbətin başqa qarindaşlarımızdan mənfəətini qilishigə vəsilə bolğaysizlar. Söhbətimizin resmi başlap ketsek hemsi Osman aka. Sünni akıl degan bu ufqum bargan seri hayatımızdan hem yeriga singib kiryotidu. Eng oddiysi YouTube yoki boshqa tor bekatlarning bizning yoqtirishimizga asosan mazmun tavsiya qilishlari, ko'chadagi kameralarning va telefonimizdagi apparatlarning chiroyimizning tonishi. Bularning hammasi sun'iy aqlning mahsuli. Undaq bo'lsa biz shu da'vatgan sun'iy aql yoki sun'iy idrok degan narsa zodi nima? Bu qaysi sohalarda qanday ishlatiladi? Rahmat. Avval ben özemli bir tanıştıracağım. Sun'iy aqlni tanıştırıştım burun. Benim ismim Osman Tursun. Ben Ürümçi'de çoğuğan. Tuluqsuz tuluq o'ttirni Ürümçi'de o'qib, uning boshlang'ich va tuluqsizni Ürümçi'de o'qib, tuluq o'ttira va ishkir oliy maktabni ishkirda o'qigandan keyin men Turkiyaga kelib, u yerda magistrlikni o'qidim. Keyin doktoramni o'qish uchun ham men hozir Avstraliyaga keldim-de. Avstraliyaga kelib, hozir men Brisbane shahrida yashayapman. Buni men ko'rgan sol tarafdagi rasm hamda shu Brisbane shahri bu bir Avstraliyaning 3-chi cho'ng shahrida. Bu yerda men Queensland University'da hamda doktoramni o'qidim. Ham bitirish oldida bir necha oydan keyin bitirma. Hamda men savolga kelsak, hamda sun'iy aql hayatımızın bütün kısmına ta'sir ko'rsatyapti. Hozir ya'ni sun'iy aqlni yangi ilikdir deydiganlarmi bor hamda. Shunday bu yangi ilikdir. Nimishqa buni yangi ilikdir deymizsek, bu sun'iy aql hayatimizdagi butkul sohalarga yetishyapti hozir. Ma'rifqa deydi, ya bo'lmasa ma'u dehqonchilik, ta'lim, ma'u har xil sohalarga yetishib hem saha özünü şu sun'iy aqlni qo'llanish orqali taraqqiy qildirish bir zamoniga keldi-de. Endi bu shu sun'iy aqlninki Türkisida hozir biz nihoyatda bir taraqqiy qiladigan bir zamonda yashayapmiz. Endi mau grafik qarab baqsaq, mau yan o'q, aks o'qi, shu insonlik tarixininki o'qida mau tuz o'q, mau inson madaniyatining taraqqiyotining bir o'qida hamda. Hozir hamda mush insonlikning taraqqiyotini hamda 8000 yil burun desak, 8000 yillik tarixi bor desak, balki undan da uzun bo'lishi mumkin. Ya'ni 8000 shu oldingi 7500 yildagi taraqqiyot nihoyat osti bo'lganda, hozirgi shu yaqinqi 500 yilning ichidagi taraqqiyotlar nihoyat tez bo'lyapti. Hozir hamda men rasm qarab baqsaq, biz miyada hem de biz tuz tez yani raketadek bir terakkiyatga yakınlaşıp kaldık da hem de bunun nimişki müşündaq bir bulduysan hazır hem de şu sun'iy aqlning terakki qilishi hem başka texnikalar mı var hem de bunun içinde hem de sun'iy aql nihoyat cho'ng rol o'ynayotdi. Hem de bu sun'iy aqlninki terakkiyati o'zining terakkiyatini tez bo'lyapti hem boshqa sohalarga bo'lgan taraqqiyotim bek tez bo'lyapti-da. Mau
oldingi hafta chiqqan yangi bir bosish bo'ldi-da. Bu nima desanglar bu Google şirketiningki DeepMind degan bir şirketi bo'ldi. Bu Google'ning ostidagi bir DeepMind deb maxsus sun'iy aqlni tadqiq qiladigan bir şirket. Bu şirket o'ziningki sun'iy aql programmasi orqali ma'u biologiyada 50 yilga yaqin bulunmagan bir meseleni hal qildi. Hem bu hal qilgandimi naytli bir azan hem bir tez suratda hal qiladigan bir sun'iy aql programmasini ijod qilib chiqdi hamdi. Bu nimasi kelsanlar, mushu oqsillarning tuzilishi orqali u oqsilninki 3D shaklini tasvirlab chiqara olganda hamdi. Bu oqsilning 3D shakli naytli muhimki hamdi. Bu 3D shaklini bilish degan gap oqsilninki onunki nimishlarga yaraydiganligini qandaq dora ya bo'lmasa qandaq ximiyalik moddalar orqali jasab chiqib uningga yangi bir narsani ijod qilish pek muhim ekanda hamdi. Endi burun bu 3D shaklini ijod qilish uchun hammasi shundaq naytli cho'ng tajribaxonalarda naytli ashundaq bilimlarni olgan shu olimlarninki uzun mezgillik tajribasi orqali qaran bir nechta hamdi naytli bir uzun müddetlik bir jarayonda bir 3D shaklini chiqara oladi. Hozir hamda bu kompyuter bilan bir necha sekundlarla bunu chiqara oladigan bo'lib chiqdi. Hamda mana rasm qarasangizmi, ma yeshil balkim shu burunqi tajribaxona chiqargan bo'lishi mumkin, ma ko'k kompyuterdan chiqarganda hamda bu 90% yaqinlik darajasiga kelib ketdi hamda. Shu yana bu sun'iy aqlninki hamda boshqa sohalarga bo'lgan ta'siri nihoyatda yuqorida hamda. Ham bu o'zgarishlar hamda haftalik yoki kunlab hisoblayapmizda hamda. Hamda sun'iy aql degan nima desangiz, hamda buni aql degan bir abstrakt narsa, hamda buni abstrakt boshqa nimalar bilan tushuntirishga to'g'ri keldi. Ya'ni bir aql, sun'iy aql bor narsa o'z o'rganalaydi. U tasavvur qila oladi hamda. Yo'q narsani tasavvur qila olish kerak. Hamda o'zining qilgan ishlariga baho bera olish kerak hamda. Buni men to'g'ri qildimmi yoki xato qildimmi? Anikin qilgan ishidan yakun chiqara olish kerak. Ya'ni nani xato qildim yo bo'lmasa qayerni o'zgarsam bo'ldi, tixinbek yaxshi bo'ldi degandekchi. Anikin yangi masalalarni hal qila olish kerak hamda. Bu hammasi ya'ni aqlmi bir abstrakt uqum. Hozir biz abstrakt uqum bilan abstrakt uqumni tushuntiryapmizda. Hamda bu kompüter sohasida hamda biz buni unda tushundirsak kompüterga tushunmaydi uniki, chunki uni naytli kompüter tushuna oladigan bir shaklda tushuntirishimiz kerakda. Hamda kompüterni aqlli bo'lsin desak, avval uning aqlning nima ekanligini tushunishimiz kerak. Aniki uni bir matematik bir shaklda tushunta olsak, aniki kompütermi aqlli bo'la oladi. Hamda Mao Alan Turing degan apandim hamda bu kompüterningki hamda şu atısı desek buldu. Hem de şu 1900 bu alim 1912 yıl tug'ilgan 1954 yilda vafot etgan. Bu alim 1950 yillarda şu Turing mashinasi, Turing siniqi degan nazariyalarni o'tirib qo'ydi. Hem de Turing mashinasi hozirgi zamon kompyuteriniki asosi. Hem de Turing siniqi şu hozirgi zaman sun'iy aqlninki o'lchaydigan bir sinaq bo'lib qoldi-da hamda. Hozirgi şu bir mashinaningki sun'iy aqli bormi, buni aqli bormi yoki yo'qmi deganda asosan shu Turing siniqi bilan sinaymizda hamda. Hamda bu Turing siniqi hamda ma Alan Turing masala chiqib qoldi. Ma Alan Turing to'g'ri azroq bir hikoyani deydi. Hamda shu Alan Turing hamda Ikkinchi dunyo urushida shu Angliyaninki shu maxfiy shifrlarni yechish uchun hamda shu bir kompyuterdek hamda vaqti kompyuter emas, hamda kompyuterning dastlabki nusxasini yasab shu Germaniyaninki hamda maxfiy uçurlarını yeshidida. Chunki o vaqtda Germaniya ham o'zininki Enigma degan mashinasi bilan o'sha uçurlarni maxfiylashtirdi ekan. Hamda mush Alan Turingninki o'ylig'ini hamda agar Germaniya mashin bilan maxfiylashtirgan bo'lsa, biz faqat mashin bilan uni yeshalaymiz deb mush bomba degan mashinani yasab chiqar ekanda. Hamda mush bomba hamda hozirgi zamon kompyuterniki ham dastlabki nusxasi desak bo'ldi. Hamda mush Turing siniqiga qaytib kelsak, Turing siniqi nihoyatda bir oddiy bir sinoq. Bu yerda hamda bir imtihon bo'ldi. Imtihon bo'luvchi normalda odam.
Anikin bir kompüter oldu. Hem de bu kompüter hem de akıllı kompüter deydi. Hem de yeni bir adam buldu. O intiham kürgüçü adam buldu da. Bu yerde hem de iki nefer intiham kürgüçü oldu. Bir nefer intiham ağacı oldu. Hem de iki nefer intiham ağacının intiham kürgüçünün içinde birisi adam, birisi kompüterde. Hem de bulanın arsıda tamba hem de. Yani o intiham ağacı bilen intiham belgeçilerinin arsıda tamba. Şu an intiham belgeçi o qaysi kompüter, qaysi adamlikini bilmeydi. Şu an bu intiham belgeçi bulardan sual soraydı. Her xil suallarını soraydı. Bu ikisi cevap verdi de hem de nöbetleşip. Ama ahırda bu intiham belgeçi de cevap verdi. Hem de bu qaysi kompüter ya ki qaysi adam deb. Eğer bu intiham ağıcı qaysının kompüter ya ki qaysının ki adam işkelikini bilemey qalsa, bu kompüterde akıl var deyen gap hem de. Eğer kompüterde hiç qanday akıl olmasa o birden lamla bazen bir suallara cevap veremeydi ya bulmasa bazen bir suallara qalaymagan cevap versemler bu intiham belgüçü bilip kaldı. Onunki adam emas. Şu hem de Turing sınıfı hem de hazır hem de şu kompüterler hem de şu Turing sınıfının ma'lum sahalarda ötep ketalaydigan bo'lib ketdi-da. Aşı intihamda ötep ketalaydigan bo'ldi. Mesela ma resimde mesela sizni intiham ağıcı deb o'ylasak, hem de o resimlerden ba'zanlari kompüter ijod qilgancha, ba'zanlari rost resim. Hem de siz deb beqing hem de bunun içinde qaysi rost, qaysi yolg'on hem de. Bu pek o'xshaydi-ku bir-biriga. Ya'ni men deb baqayamsa, sol taraf ostidagi rasmmi? 20 yağan hem de birini dediniz yeni birisini den. Yeni birisi sol taraf üstü. Evet sizinki hem de 100% doğru çıktı da hem de sol taraftaki resimde hangisi yağan, on taraftaki rast resimde. Lakin bazı adamlar yeniden farklandıramaydı hem de bununki hem de şu eğer Turing sınıfı bilen yapıp gelsek hazır bu resimlerini icat qilgan maşina yani suni aqlga ega bo'ldi deb qo'ysak bo'ldi-chi. Hem de buni o'xshash boshqa yerlarda mi bor? Masalan, o ash mashinaning yani boshqa resimlerini icat qilgan nimaları bu maşina hem de nurg'unlar resimlerini icat qila oladi. Lekin bu resimning ichidagi hech birisi rost resim emas. Yani insanlar resmi emas. Yani bana qarsanlar yani çeçini, rengini, her xil narsani o'zgartib, shunaqa nim qila oladi-chi. Ham biz kontrol qila olamiz. Yani ya qishini o'zgartamsiz, ya bo'lmasa rengini o'zgartamsiz, ya burnini o'zgartamsiz. Hammani kontrol qilib bo'ldi. Yani lekin ijod qilgan har bir rasm yolg'on rasm hamdi. Yani bu qarasa o'zgargan shaklda bir xil qo'nchoqning rasmi turdi-ku boshda, lekin bu odamga asta-asta o'zgaryapti. O yerdeki nimo hem de çünkü biz üretken yerde başka xil style deymiz, başka uslublarını nim qilgan emas mı? Yani başka uslub mesela kartonlarning kimi resimleri bu başka, işte ba'zanlari kartonchi resim shunaqa. Tushundim. Bu joy bizga. Yeni birisini deyotgan mesela o resim sizde adamlar resmi sizdigan maşinchi hem de bunda adamning savollariga javob beradigan maşinlar mı bor hem de mesela o tekstni qizil sizig'ini hem de bir maşinning insonning so'ragan savoliga bergan javobida hem de yani eğer bunu okusak mesela adam soraydı siz en yaxshi ko'radigan hayvon qaysi sen bu maşin javob berdi men en yaxshi ko'radigan hayvon it deydi. Nimiş varsa çünkü işler sadık ve dostane. Yani insan yani soraydı işten keyfiyatını açar buluşuna işki sebebi neyim olsa işten keyfiyatını açar bu sebebi korsaş ya ki ısık olsa da. Yani cevabına ait doğruda hem yani insanın yapılış nimisiyle uslubuğuna ait yakınlaşkanda eğer mani uçuruyordu ma GPT-3 degeni uçuruyordu bu cevabını ki adam verdi mi ya ki maşin verdi mi ise farklandırabilmemiz mümkün. Şundan hakikaten. Şuna maciyetlerden kelsek hem de yani hazır bir kısım maşinler bir kısım sahalarda insanın seviyesiga kep oldu da yani suni aql bab oldu desek buldu. Lekin
Ma sun'iy tekstni qilgan mashinga rasmni inson odamlar rasmini sizlanmaydi. U odamlar rasmini sizgan mashinga ma sun'iy tekstni yaratsa, u uni yaratamaydi. Çünkü o faqat ma'lum bir sohaga, bir kichik sohaga nim bo'lib qolgan hamdi. Tar sun'iy aql demdik. Vaqtda sun'iy aql diyemeymiz ama hamdi ma'lum sohada hamdi sun'iy aqlga erishdi, lekin umumyuzlik jihatdan yana sun'iy aql emas u. Yani haqiqiy sun'iy aql emas. Hamdi yiqilishyapmiz, lekin haqiqiy sun'iy aql emas. Ko'rgan narsalarimga asosan sun'iy aqlning 3 bosqichi bor ekandik. Biz hozir texi birinchi bosqichda ekanmiz. Tar sun'iy aql deb ataydik, buni xatolashmasam. Aşındaq degan ma'lum bir sohani lam qila oladi, yana birisini qila olmaydi deb. Mana shu GPT-3 ning gapi chiqib qoldi. Shunga asosan bir savol so'rayaka. Mana shu 2020-yilning 5-6 oylarida dunyo tanilgan GPT-3 kunimizga eng buyuk taqlab ilgirlash deyapti. Masalan, meni hayron qoldirgan narsa, shu sun'iy tekstga o'xshash, masalan, o'z oldiga kod yazışsam emas, ma'lum yozuvchi yoki shoirlarni tahlil qilib, tekst yoki she'rlarni yozdi. Men o'qiganim Mavlanoni tahlil qilib, oxirini davomlashtirib yozgan she'rdi. Bu ajoyib bo'lib ketdi. Masalan, uni o'qib, bu kompyuter yozdi, buni o'zi she'r yozdi deb men xiyolimga keltirmayman-da, agar uni demagan bo'lsa. Yalğız bulam emas kishilarning kishilik xarakterini tahlil qilib, masalalarga shu kishiga o'xshash pozitsiyada bo'lish va harakat qilish bor ekan. Masalan, siz hozir bizga ko'rsatgan sun'iy tekstda bu bütün insanlar ortaq bir narsa. Lekin shu GPT-3 sinab qilgan vaqtida Einstein qilib turib bir sun'iy aqlni uni ziyorat qildi. Bu ziyoratning yozma shaklini azroq qismini ko'rib, bir tarafdan qattiq hayron qolsam, yana bir tarafdan bir xil qo'rqinch besvoldi. Xuddi chet elning fantaziyalik filmlari ko'z oldimga kelib ketdi. Sizcha bu sun'iy aql insoniyat uchun omadmi yoki ofatmi? Sun'iy aql insoniyat uchun qanday masalalarni ilib kelishi mumkin? Hamda sun'iy aqlning foydalari va xatarlari haqida azroq bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Bundan aytdi bir yaxshi savol so'radingiz. Hamda sun'iy aql ofatmi yoki bu to'g'riliq oxidagi slaydni ochay. Hamda sun'iy aql hamda bizga ko'p nimalarni akildida, hamda foydali taraflarni akildida. Masalan, bizga o'xshash hamda masalan til boyliq az millat bo'lib qolsa, til boyliqimiz ya'ni cho'ng millatlarga solishtirganda ozchi hamda. Sun'iy aql orqali biz yangicha mazmunlarni yarata olamiz, tilimizni boy qila olamiz, san'atimizni mo'l qila olamiz. Masalan, meniki 3-4 yil burun oddiy bir sun'iy aqldan foydalanib, ana yurt kitobini o'qitib, yasab chiqqan tekstda u. Yani o vaqtda yani onchilik GPT-3 paydo bo'lgan, GPT-3 emas, GPT-1 mi yo'qdi hamda. O vaqtlarimda. Lekin o'sha ana yurtni hamda o'qitib, ana yurtdek bir narsa yozib baqqan desam, hamda ashunga yaqin bir narsa yaratgan hamda. Yani hozir hamda shuna GPT-3dek bir modelni nim qilsak, yani belki kitaplarni yozib o'tishi mumkin. Chunki hech bo'lmasa kitob yozmasimi bir odamni ta'sirlantiradigan bir maqolani ijod qila olishi mumkin. Chunki mesela rasm deydi, mesela sun'iy san'at deydi. Men rasmdan hech qanday bilmayman, rasmni chizolmayman. Mana bu sol tarafdagisi ustidagi bizning Uyg'urlarning bir danglik rasmi ku hamda. Hamda ma pastdagi Van Goghning rasmi, Van Goghning uslubi hamda. Agar biz Van Goghninki uslubidek G'ozi Ahmadning sizgan rasmini chizsak, qanday rasm chiqadi deb kompyuter qo'ysak, men o'ng tarafdagi rasm chiqdi deb, bu men 3-4 yil burun avval qilgan bir ishda, hozir tiximba ilg'or bo'lib ketdi bu texnika. Ya'ni shu o'zimizningki hayotidagi ma'lum bir qimmatli narsalardan yana boshqa millatlarningki shu boyliqlardan foydalanib, kompyuter sun'iy aqlning yordamida yangi narsalarni yarata olamiz hamda. Bununla ameliyatda odam kuchi lozim bo'ladi, lekin bizningki nopusimiz az, har xil boyliqlarimiz az bo'lgan ekan, agar sun'iy aqldek shunday bir texnika bilan bularni az tanarxi bilan nim qilib bo'ldi hamda, yangi narsani yaratib bo'ldi. Buning bilan cho'ng millatlar bilan bo'lgan orliq kichiklaydi, ya'ni sun'iy aqlning hamda shunday
boshqalarga nimalarga yordam qiladigan tarafi shunaqa taraflari bor hamda hamma odam foydalana oladi hamda masalan butun insonlikqa desak bu ijodkorliklarni o'rgatiladi insonga hozir mesela ben bir video görmem bu yerde şu robotlar insan o'ylab bakmagan bir şekilde bir narsani qildi da hamda aşını bir ko'z baqa yani keyin bir xil ashundan his tuyg'ular paydo bo'ldi hamda buningki shu sun'iy aqlninki shu robotlarninki insonlarga nimalarni o'rgata qanday yangi ko'z qarashlarni ilib keladiganligidagi bir oddiy bir misolda hamda biz Dear fellow scholars, this is hamda men o'tirdiki bir qismini ham olay men tushuntirib qo'yay avval men ko'rdinglarmi deyman ko'rdingizmi men bir o'chiratsam bu yerda hamda bu bir simulyasyonchi hamda simulyasion qiladigan bir muhitda hamda kompyuterdagi bir muhit bu yerda biz shu o'michikka minishni o'rgatamizda hamda bu o'michikka minishni o'rgatamiz o'rgatgan chog'da shu chiqim oz bo'lsin tanarx oz bo'lsin deb shu o'michik yerga eng oz dassin deymizda eng oz dastlab turib ilgillar deymiz hamda buningga o'michikka shundoq eng bishida masalan 10% oz dassa 20% oz dassa deb shunday o'rgatamiz hamda o'rgatsak bu scientists surprised the robots answered that this can be done shunday qilib putlarni ko'tarib ma'lum bir putini yerga tekkizmay odatda shu faqat ikki putunlarni tekkizib olg'a ilgillashni o'rgandi hamda qolgan putlari osmonda turdi havoda turdi shu ikki putunlar yerga tegib mangdi hamda buna vaqtda sürkilish kuchi oz bo'lgan ekan tanarxda oz bo'ldi agar haqiqiy shunaqa bir robotni amaliyotda yasamoqchi bo'lsangiz energiya sarfiyati tuvan bo'ldi hamda lekin bu yerdagi olimlar hamda deydi bu o'michikka program tuzib sen hech qanday putani tekkizmay manga olamsan deb amaliyotda insondan so'rasak mumkin emas deydi hamda putani tekkizmay qanday mang'il bo'ldi putini tekkizmaytirib hamda lekin kompyuterda hamda buni sinig'il bo'ldida hamda bular shundoq sinab boqadi hamda mush kompyuterni qiynab putani tekkizmay bir minishni o'rganib boqa deb nima qilsa bu rostlamni putini tekkizmay minib ketadida bu qanday olib ketdi deb echib boqsa hozir ko'ramiz 0% contact, meaning that they never ever touch the ground with the feet. The scientists wondered how that is even possible and pulled up the video of the proof. This proof showed a robot flipping over and walking using its elbows. Talk about thinking outside the box. Wow. Bu robot dümbüsü bilen minishni o'rgandi hamda ya'ni u puti bilan minish bo'lmaydi hamda bu yerda dümbüsü bilan minishda hamda ya'ni balkim bir insondan so'rasangiz bundaq o'ylab boqmaslikka mumkinda bundaq qilishini hamda ya'ni men robot hamda oxiri shu insonning talabini qondirish uchun putamni tekkizmay manaman deb dümbüsü bilan bo'lib mangdida hamda lekin inson amaliyotda hech qanday bir vaqtda bir o'michikning dümbüsü bilan mangani ko'mgachga bek test o'ylaydi bundaq o'michikni dum bo'lib mangizdiganida hamda bu bir misol hamda yana bir misol mana shundoq insonlar yana bir robotni qiynaydi hamda bu yerda robotda hamda bu industriyada ishlatilgan sanoiy bir robotda hamda bu sanoatda bir narsani qisib u yoqdan bu yoqqa yo'tkaydigan bir robotda hamda bu robotga nima qildi hamda beshida o'rgatdi masalan mashina kupni oldidagi kupni qisib oyoqdan bu yoqqa yo'tkab boqqan deydi bu o'rgandi hamda qisib uni oyoqdan oyoqqa yo'tkazadigan bo'ldi lekin bular yana bu robotni qiynab sen qisqichni ochmay turib qisqichni yepiq holatda mush kupni tutib oyoqdan bu yoqqa yo'tkazalamsa deb shunaqa savol so'raydida hamda ya'ni inson uchun balki mumkin emaski mumkin lekin bu robot shunaqa qila oladi ya'ni qisqichni ochmay turibmi kupni bir tarafdan yana bir tarafga yo'tkazalaydi Scientists expected a pathetic video with the robot trying to push the box around and always failing to pick up the cube. Instead, they have found this. You see it right. Instead of using the fingers, the robot finds the perfect angle to smash the hand against the box to force the gripper to open and pick up the box. That is some serious dedication to solving the task at hand.
Bravo. Kögünümüzdeki bu fakat birlenmez iki xil usulunu teyip berdi de aşı kısqışını aşmayı tuturup aşını tutulgan usuldan ikini teyip berdi insanlara. Hakikaten acayip. Yani insana oylap bakmagan bir yeri buldu da yani bir meseleni yaklaşan nurgun usul buldu hem de lekin insanın vakti zihni çeklik bolgan iken tecrübesi çeklik bolgan iken o fakat bir kısımlamla cevaplarını tepe alışı mümkün insanlar hem de lekin bu robot bununki nurgunluğa bir manguz boy saklamla bunun vakti zihni çeksiz bolgan iken hem de bulup mu ağamaydı, çarçımaydı, toxtumay aşında oylayalagan iken bu insan oylap bakmagan taraflarını mı oylayalayken de hem de şu insanlarga belki her xil meselelerini hal qilishda hem de icatçılık bir yeni bir fikirlerini bere alish mümkün. Hem de yeni bir narsa kelsek mesela Mavay'da Dear fellow scholars, this is 2 minutes. Anında şu addi bir robotka, bir dallanı robotka bir icatçılık badukta hem de lekin hazır bu öte yeni göz qarash degenge öte bir toplumga, bir milletga ya bo'lmasa bir jamiyatga bir nima chiqarib beradigan bir yeni masalalarni hal qilish usulini ko'rsatib beradigan bir darajaga kelyapti hamda. Yani bir adamga emas, hamda bir milletga, bir jamiyatga, shunga hozir u ba'zan bir hukumatlarmi shu sun'iy aqlni ishlatib yeni politikalarni nima qilyapti-da, qanday politika qilsak u xalqimizni tixinbek nima qila olamiz, qo'shal qila olamiz, davlatimizni tixinbek kuchlantira olamiz deb. Hamda shunday bir oddiy bir misol, hamda oddiylashtirilgan bir shaklga qarasak, bu yerda hamda bir nima bo'ldi hamda inson shu olimlar nima qildi hamda bir tajriba ishlaydi-da hamda qanday qilib shunday bir jamiyatga bir shunday bir nimadan tep bera olamiz deb bu yerda oddiy bir buni bir oddiylashtirdi bu masalani. Bu qanday oddiylashtirdi desanglar, bu yerda ikki guruh inson bor. Qizil inson, ko'k insonchi hamda. Eğer bu qizildan ikkisi bor, ko'kdan ikkisi bor, qizil ko'kni tepib olish kerak hamda. Kökni tepilish kerak. Aniki kök qizildan qechish kerak-da hamda. Qizilning maqsadi kökni tutib olish hamda. Uni ko'rib tutib olish. Ko'kning maqsadi qizildan qechish hamda. Bu yerda bular hamkorlashish kerak-ku hamda. Hamkorlashmasa cho'qim futurib qo'ydi. Hamda shu kompyuterda mashqlantirish orqali bular hamda hamkorlashishni o'rganalamdi. Aniki qanday hamda bir-biriga hamkorlashidi degandek nimalarni o'rgandi-da hamda bu kompyuterchi hamda. Hamda qarab baksak, bu bishida qizillar o köklerini osonlam tepib oldi-chu, ishtiklam tepib oldi. Lekin keyin ko'klar qizillarni qanday yengishni o'rganib oldi. Undan keyin yana bir mezgil o'tgandan keyin qizilmi bu ko'klarninki o'zini yengib olganligini uqib, ularni yangi bir strategiya ijod qilib, bu kökni yengib olishni o'rgandi-da. Bu yerdagi hammasi noyatda odamni hayron qoldirgan, odamga yangi ko'z qarash nima qila oladigan bir fikrlarda. Hamda shu videoni ko'rib baqili, hamda bu ko'klar bilan qizillar qanday o'rgandi hamda. We start out with pandemonium. Everyone just running around aimlessly. Without proper strategy and semi-random movements, the seekers are favored and hence win the majority of the games. Nothing to see here. Then, over time, the hiders learn to lock out the seekers by blocking the doors off with these boxes and started winning consistently. I think the coolest part about this is that the map was deliberately designed by the OpenAI scientists in a way that the hiders can only succeed through collaboration. They cannot win alone and hence they are forced to learn to work together, which they did quite. Şu bir şeyde köygünümüzdek qızıllar köklerini tepib oldi-chu, ishtiklamlar. Lekin keyin kök mavi qutularni ekib, ayeni yepib qo'ysa, ish qilib yepib qo'ysa, taqib olsa, aniki qizilning ko'ranmaydiganligini his qildi-da. Ham bu yerdagi masala bu ikkisi teng hamkorlashish kerak-da. Ya'ni birisi qutini yana bir to'shikka tiqib qo'ysa, yana birisi ekilish kerak-chu hamda. Bir-birini her ikisini tushunish kerak, hamkorlashish kerak hamda. Hamkorlashib hamda qizillarni yengdi-da. Lekin qizillarmi
Birden keyin bularni yengishni o'rgandi. Hamda ko'rib baqali qizillar qandaq bir strategiya But then something happened. qo'llandi. Did you notice this pointy, doorstop-shaped object? Are you thinking what I'm thinking? Well, probably. And not only that, but about 10 million rounds later, the AI also discovered that it can be pushed near a wall and be used as a ramp, and ta-da! Got him. The seeker started winning more again. So, the ball is now back on the... Ko'rdingizmi? Oyatdagi shotini akaplamlar chiqib, ichiga kirib taxlaplarni tutilishni o'rgandida hamdi. Ya'ni ikki taraf yana vaqtning o'tishiga ergishib, qarshi tarafni yengadigan bir strategiyani o'rganib chiqa oladi hamdi. Agar mushu hayotimizga nurg'un masalalarni mushundaq mushu kompyuter, mushu simulyatsiya, mushundaq muhitning ichida shundaq o'rgatsak, nurg'un savollarga balkim javob chiqishi mumkin-da hamdi. Balkim insonlar o'ylab baxmagan javob. Hamdi bunda qildimi insonlar qildi. Navaq nurg'unlagan kasblarda mushu kompyuterlar hozir insonlardan yangida, masalan, Mao Go degan o'yinda 2017 deyman. 2017 ya xatolashmasam 2016 bo'lishi mumkin. Go'da birinchi 2017da mushu insonlarni yangdi. Bu nighti cho'ng ilgillashda, chunki Mao Go degan o'yinninki Mao shaxmat qisilish do'stingiz, buningki mangdigan nimasi jiqchu hamdi. Mao mangdigan yerlari jiq. Masalan, shaxmatda 8 ko'paytirilgan 8 64 xil nimangiz bo'ldi-chu hamdi. Lekin maning kelgan 11 ko'paytirilgan 11 go deyman shundaq. Hamdi bu yerdagi hamdi normalda biz shaxmatni qandaq nim qilmasangiz, kompyuterchilar butkul mang'ili bo'ldigan bosqichlarni hisoblab chiqamiz emasmi? Butkul bosqichlar man bo'ldi deb hamma ssenariyni chiqarib, shu ssenariyaning qaysida biz utadigan bo'lsak, utish nisbatimiz eng yuqori bo'lsa, shuningdek mangamiz. U vaqtda uni qig'il bo'ldi, chunki kompyuter kuchingiz yetarlik bilan bo'lsa, butkul ssenariyni chizib chiqa olasiz emasmi? Lekin Go deganda mumkin emasga kompyuterga. Chunki buning kelqi nimasi cho'ng bo'lgan ekan, taxtisi cho'ng bo'lgan ekan, bu ssenariy hamma ssenariy shu olam bo'shliqidagi galaksidagi yulduzlarning soni bilan o'xshash shunday bir nimasi xato deb qo'ymay, shunday bek cho'ngda hamdi. Uni normal bir kompyuter hisoblab bo'lmaydi hamdi. Shuning hamdi buning uchun aqliy iqtidor lozimda hamdi. Faqat kompyuterdagi kuchga tayinib emas, balki insondek o'ylay oladigan shunday aql bo'lish kerakda. Shunga buningda yengib chiqadi hamdi. Shunga bu yerda hamdi biraz aqlga yaqinlashdik degan nimasi hamdi. Burun shaxmatda program bilan yengan bo'lsa, bu qatim bize biraz aqlni ishlatib, kompyuterga biraz aqlga erishtirishga yaqinlashtirib yanında hamdi. Bu hamdi bir mashinninki yana bir odamni yengishida hamda mayada yana bir o'yin bor Dota deb, bu 5 kishi birlashib, odatda bir necha kishi birlashib o'ynaydigancha hamda guruh shaklidagi narsa hamdi. Buni da insonlar yomon deyamdi, Mao mashindan. Chunki bu yerda hamkorlashish muhimda hamdi. Lekin bu Mao Elon Muskning shirkati OpenAI bu yerda shu 5 kompyuter Mao insonlarni yengib oldida bir-birisi bilan hamkorlashib yaqinda. O'yindimi? Mush to'g'riliq bir savol so'ramoqchidim aka. Masalan, eng boshda 97-yildirg'u deyman, Deep Blue dunyo shaxmat chempionini yengib oldi insonlarni, ya'ni. Ammo bu shaxmatda siz bayam degandek abayqiliqi normal shaxmatda uruqlar yoki maqdigan yo'l az bo'lganligi uchun uning deliqi yengib olishni hozir uncha bak nima qilmaydi ekan. Lekin siz mushu degan Go, biz buni qo'rshav shaxmat deydi ekanmiz u nimada Uyg'urchada. Siz degan ehtimollik bek cho'ng, ashuna ehtimollik bor ekanda, men nima material ko'rgan vaqtimda xatolashmasam 129.960 xil ehtimolligi bor bir shaxmat, ikki shaxmatninki mangdigan yo'lning ehtimolligi edi. Haqiqatan nihoyat cho'ng bir ehtimollikka. Endi o'yinchilar masalan deydi,
Normal şahmatning siz deganga o'xshash belgilik qurollari va o'ynag'uvchilar shunga asosan harakat qilgan. Lekin bu qo'rshav shaxmatda hatto o'ynaydiganlarning ko'plari nimishqa bu yo'lni mangding deganda siz bayam deb o'tgandek mushuni to'g'ridek his qilganligim uchun shunda mangdim deydi. Demak, bir his tuyg'u bo'ldiki buningda odamninki aralashgan. Bu qo'rshav shaxmat o'ynag'uchining usti bo'lishi hatto umrining oxirigacha surishi mumkinki. Şahmat oyunlarida insanlar mushu yenganligi uchun balkim nurg'un sun'iy aqllar o'ynagan o'yinlarda insonlardan ko'p aqlli bo'lishi mumkin deb o'ylaganimiz bilan masalan mushu shaxmatni yengilganligi uchun. Lekin meni eng qiziqtirgan narsa masalan kompyuter o'yinlarida insonlar yana usti bo'ldiki. Masalan bir necha nimani qilib beqibdi kompyuter o'yinlarini sun'iy aql bilan birlashtirib qilgan vaqtda ba'zi sun'iy aqllar insonlarni kompyuter o'yin degan bo'lgan bilan lekin yanala insonlar ustun o'rin turdiki. Meni eng qiziqtirgan bir narsa kompyuter o'yinlarida insonlar sun'iy aqldan yaxshi, insonlar dunyosidagi o'yinlarda bo'lsa kompyuterlar yaxshi. Asli tam ta'tiri bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nima bunday bo'ldi? Yaxshi bir savol bo'ldi. Lekin unda insonlar mananda yaxshikan, robotlar mananda yaxshikan deyolmaymiz-ku endi. Haqiqiy hayotdami robotlar qilolmaydigan nurg'un ishlar bor-ku endi. İnsanlarmi endi kompyuterda mashina yengolmaydigan vaqtlari bo'ldi. Lekin endi odatdagi narsalarga qarasak, odatdagi ishlarga qarasak, masalan, kompyuterlar rastlamda insonlarda haqiqiy hayotda ba'zan ishlarda yaxshi, masalan, yo'lni tepish deymiz deydi. Masalan, yo'l tepish deydi. Bir yerdan bir yerga qanday boramiz deganda kompyuter, ya'ni ishtiklam topalaydi-ku endi qaysi yo'llarni minish degandek narsalarni. Chunki uning memorisi, hafizasi cheksizda endi asl tutish iqtidori yuqori. Hamma narsani tuta olgandan keyin ham sürati tez bo'lgandan keyin u hamma narsani qila oladi. Siz degandek endi o'yinga kelsak, nimishqa insonlar ba'zan chog'da mashinalardan yomon desangiz, yangi konu o'yinlarda albatta mashinalar yomon, ammo yangi bir o'yinga kelsangiz, muhitlarni almashtirsangiz, o'yindan ba'zan bir shart-sharoitlarni o'zgartirib etsangiz, mashina uni burun o'rganib boqmagandan keyin uni onda uçturup koydu. Lekin insan özününki logiklik iqtidori, aşında tecrübelerden yakınlaş iqtidoriga tayinib, o insan yeni muhitga moslashalaydi-ku ishdik. Çünkü onun da resmi aql bor. İnsanda resmi aql bor, anında aql bo'lmagandan keyin amet şuna ba'zan bir o'yinlarda uçturup koydu. O faqat o'zining ba'zan bir yodlab olgan, burun ko'rgan narsani qila oladi-ku mashinada. Endi lekin haqiqiy bir mundaq logikaga tayinib qildigan darajaga yetmedi endi. Ammo yaqinlashyapti, lekin yetmedi. Faqat bir necha shartlarni o'zgartirib qo'ysaqlarmi mashinani yenilamla birdamla matbuot kelib bo'ldi-ku endi. Lekin agar hech qanday shart-sharoitni o'zgartmagan vaqtda mashina vaqtning o'tishiga ergashib bilanlar insonni o'tib ketalaydi. Lekin eğer şart-sharoit daim o'zgarib tursa, insan her zaman, yani hozirgi mashinalarning saviyasida insan her zaman mashinadan ustun turdi. Endi bu insonlarning endi kelgusida qanday kasblarni tanlash bilan munosabatli endi. Ya'ni birdan deb so'zlaymiz, endi insonlar bu mashinaningki nachar tarafi debchi endi. Bu shunday qilib nachar tarafi deb bir nachar tarafi mushu insanlarning ishsiz bo'lib qolishi endi. Ya'ni nurg'un töven derecelik endi pek aql ishlatmaydigan, kuchlanib ishlatadigan ishlar bo'lib qolsa, insonlar bu ishlarda robotlarchi endi bu ishlarni insonlarning qo'ldan ilishi mumkin. Masalan, hozir masalan mashina haydash deymiz. Bu hozir o'tini o'zi haydaydigan mashinalarningki bu taraqqiyotda pek tez bo'lib ketib bordi. Faqat bir necha masalalar qoldi. Agar bugun bu bir necha masalalarni hal qilib, har qaysi hukumatlar bu o'zi haydaladigan mashinalarni qo'llaslamlar, bu nurg'un sho'purlar
işsiz qolib qoldi-da endi. Hamda akaylıqı Nvidia'nın en yakınqı şopursu avtomobil çıkandı. Mesela burunqı şopursu avtomobillarda mesela kirgizgüç bakentdi. Kızıl çıraq yakomsu yol belgelerini kösüp durup şunun asasen mağdı ekenti bu avtomobiller. Lekin bu Nvidia'nınki yakındaki şopursu avtomobili tunca sınavdan ötüptü ve ilaqi iş qandaq kirgizgüç yok. Yinideki maşinlarınki mağını asasen ügündike. Bunun teraqqiyatı qandaq ketiyotqandı? Buningki asosan men yaqinda ko'rib baqqanimda asosan 95% masala hal bo'lib qoldi-ku. 95% hal bo'lib qoldi, faqat 5% masala qolib qoldi. Hamda bu 5% masala amaliyotda cho'ng masala emas, lekin bu mashinalarni ishlab chiqarganlarning hammasi shirkat bo'lgandan keyin bir tal mashinasi xatolik o'tkazib qolsalarni nurg'unlagan cho'ng nima bo'lib ketadi, shirkatga ziyon bo'lib ketadi-ku. Eğer o hatalıqni o'xshash bir odam o'tkazgan bo'lsa, onunğa hech qanday nima yo'q hamda. Unchalik jazo ketmaydi. Lekin ashni hamda bir shirkatning bir mashinasi qilib qoldi, o'tkazib qolsa o hatalıqni o shirkat uchun hamda necha yuz millionlik ziyon bo'ldi-da, hamda mashinadan yasab chiqqan foydani ziyon chiqib ketdi-ku. Shu 5% masalani hal qilishning masalasi-da hozir hamda. Ya bo'lmasa o 5% meselesine hatalık çıksın mı? Mesela hükümet şu çoğun şirketlerge işlem bulmaydı dep qoğdap verse çoğun şirketlerini o maşinlar edilip gidiyor diyen gap. Lekin hazır hamdi bu yerda hal bulmagan nurg'un meseleler bu başka bulmayotdi hamdi. Hamdi bu qanday meselelerse bu 5% meselelersanız mesela maşinanın aldığı tüyüksiz bir tal şar çıkıp kaldı deyli. Da kichik şartdan birisi çıkıp kaldı. Hozirgi mashinalar sharninki yumshoq yoki qattiqligini bilmagachga sharni usaymi, usib o'taymi deb bilmaydi. Lekin inson bildi-ku endi. Shar degan yumshoq narsa, men uni usib o'tib ketsam bo'laverdi deb o'tib ketadi-ku endi. Mushundaq kichik masala amaliyotda. Tushundim. Ya bo'lmasa bek chiroq yinib ketib qolsa, hech nima ko'rgili bo'lmaydigan vaqtda mashina to'xtatish kerakmi, to'xtatmaslik kerakmi? Nayt oddiy masala, lekin masalan Tesla'ninkini bilamiz. Mana o cho'ng surat, tez suratli tosh yo'llarda hamda siz aytdingizmi? Mingaverdi-ku, o tüp-tüz yo'l bo'lgandan keyin asosan muhit o'xshash, bu tez suratli yo'lda asosan tüp-tüz yo'l, muhit o'xshash bo'lgandan keyin u yerda asosan xatolik o'tkazmaydi. Hamda xatolik o'tkazish nisbati shu 0.0% mi tuvanda hamda bek tuvan bo'lg'achqa hamda u yerda hamda shunaqa aytsanlar bo'ldi deb hamda yangi muhitlar kelib qolganchada ular xatolik o'tkazib qoldi. Shu yerdan ansirab hozir hamda shirkatlar bo'lmayotdi, lekin yaqinqi balkim 10-20 yilda bo'lib qolishi mumkin hamda. O'zi aytadigan. Andan keyin yolg'iz u avtomobillar emas, sun'iy aqlni hozir ishlatayotgan yerlari bek jiq. Masalan, nima hazır nurg'un kasalliklarning mesela rentgen u bu narsani emas, doktorlar emas, sun'iy aqllar ko'rib yetibdi-ku. Mesela New York'taki bir doktorxonada tadqiqotchilar 700 ming bemor xotiralarini bir sun'iy aqlga ko'rsatdi. Buni deep patient deb atadi deymi. Hamda u shu narsalarni analiz qilib o'rganishga boshlabdi. Qaysi kasalliklarga nima ta'sir qildi degandek meditsina munosabat hech qanday bir ma'lumot berilmay turibmi, hech kimning ko'rolmagan bog'larni kashf qildi. Masalan, qaysi alomatlarning qaysi xil kasalliklardan bo'lganligi, kimlarning rak bo'lish ehtimolligi mumkin borligi degandek narsalarni balki rak kesti deganga o'xshash ba'zi kasalliklarga diagnoz qo'yish bizga normal tuyulishi mumkin, lekin ruhiy to'salg'u kasalliklari bor, shizofren u bu deymiz biz turkchada. Shunga o'xshash doktorlarni to'g'ri diagnoz qo'yishda ojizlik qilgan psixik kasalliklarning kelgusida kimlarda yuz beradiganligini ajoyib bir to'g'ri nisbat taxmin qilib beribdi-da. Hamda bu narsani o'ylagan bir xil qo'rqinchli, bir xil u diagnozda tamomila san sıfır u bu narsalarga qarab yoki bo'lmasa kelib ketish u bu narsaga qarab chiqari degan taqdirda bunday ruhiy kasalliklarni bilish bir xil odamga nima tuyuldi ekan. Undan keyin ishsizlik o'rani menimcha ishsizlik nisbatimi bundan keyin texmo cho'ng bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Agar taraqqiyot shu paytda maqsa insonlarni bekor chiqib ketadi deganda gapda masalan doktorlarning nimasiga aralashib bo'libdi masalan.
Doktorlar emas, endi müşü men hazır mesela müşü suni aqlda nim qilyapman, tadqiqot qilyapman-ku. Endi bizmi nim bo'lib ketishimiz mumkin endi. Bizmi müşü ta'sirga uchrashimiz mumkin. Chunki hozir endi burun qanday qilib desangiz, müşü suni aqldagi har bir müşü algoritm deymiz. Müşü algoritmlarni müşü bizga o'xshash mesela tadqiqotchilar ijod qildi-ku endi. Bular anikin bu texnikalar taraqqiy qilgan sari biz bu tadqiqotchilarni lozim qilmaydi, shu tadqiqotchining o'rniga yana bir tal algoritmni qo'yib, shuna sun'iy aqlni qo'yib, u ijod qilsin debchi hozir. Shu maxsus alam nima bor, shuna sahaba, ularning ijod qilgan narsasi bizning ijod qilgan narsamizni eshib ketib bordi-da hozir. Şu endi yani bu faqat hem kompüterchilar bo'lsa saqqal ekan, qolganlarning hammasi ishsiz qoldi ekan emas, kompüterchimi ishsiz qolib bo'lishi mumkin. En avval programchilar mesela eBay dediniz GPT-3 dediniz-ku endi. Bu kompüterde nurg'un tillar bo'ldi-ku, mesela Java, C, U bu debchi endi. Normalda endi bir şirket 10 yil burun C yozgan bo'lsa, balki hozir C++ ya boshqa bir til modi bo'lgan bo'lsa, yangi programchilarni chaqirib, kod programni ko'rib, yangi tilga tarjima qil deydi-da endi. Lekin hozir ama GPT-3 ashni tarjima qilishni o'rganib bo'libdi-da endi. Ashni tarjima qila oladi ekan, shu program tilidan yana bir program tiliga tarjima qila oladi ekan endi. Yana ham undaq bo'lsa, bu programchilarmi ishsiz qolib qoldi-da endi. Haqiqatan. Ham har xil endi nimalar bor endi, buning uchun endi shu texniklarga ega bo'lgan, shu texniklarni qo'lda boshqarayotgan insonlarningki vijdoniga bog'liq endi. Bular ko'p endi boshqa insonlarga shu hayotlik fursatini berishimiz kerak, ularga bir yashash kerak, ularga xizmat fursati berishimiz kerak demasa, hammasini oshko'zlik qilib, robotlar bekor ishlab berdi ekan desa qolsa, butun insonliklar uchun bu bir ofat endi. Nurg'un insonlar nim qilib qoldi endi. Ishsiz bo'lib qolib endi. Lekin hamma davlat o'zininki to'g'riliq qonunlarini chiqaryapti endi, yangi siyosatlarni qo'yyapti. Ba'zanlar deydi, agar robotlar insonlarning xizmatini olsa, robotlar boj to'lash kerak deydi-ku endi. Ya'ni robotlar ishlab, yana boj to'laydigan endi. Endi u bojni bu insonlarga taqib beradigan-ku endi, xajlaydi-ku endi. Lekin yana bir masala, bu insonlarmi bekor bo'lib ketadi o vaqtda. İnsanlar bekor bo'lib ketdi degan gap, buningki nimiz taraqqiy qilmaydi degan gap. Endi mingiz taraqqiy qilmaydi deb shu ashadimi bir masala bor. Hozir yangi avlod tug'ilganlar burunqi avlodlardanmi taraqqiyot tuvan debchi endi shundoq. Chunki kompyuter u bu narsalar bek bo'lib ketgandan keyin makalani ishlatmay, ashuna deganlar bor. Balki bu to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Endi shundoq bir zamonda endi o'zimizni moslashtirishimiz kerak endi. Hamma narsaga kompyuterga tayin etish emas, davomli kompyuter kalimizni ishlatib turish degandek endi masalalar bor. Endi bu ishsizliklarni faqat birdan bir masala emas, eng muhim xatarligi bu sun'iy aql davomli o'zini ilgarilaydi dedi-ku endi, taraqqiy qiladi. Bu shu yangi ma'lumotlarni ko'rgan sari bu tixin bir aqllashikdi. Bu aqlliq bo'lib bir kun ya'ni insanlarga öz düşmanlık idisi şekillenip kalsa, çünkü belki bulanın nazarda insanlar gereksiz bir nimbop kılış mümkün. Hem de gereksiz, işe yaramaydıgan bop kalsa, bulanıkin bu insanlardan kutulaylı, özümüz hoca buldu deyip kalsalamla, o vakitte işten çatık tıkınbek çoğun bir çatak çıkıldı. Hem de. Çünkü bulağa tenkilenmesi mümkün. Çünkü bularni to'xtamay, bular tömür bilan yasalgan narsa, bular to'xtamay o'zini yasayalaydi. Terminator degan kino bor. To'xtamay ijod qilib degandek o'zini qilgandan keyin bularga tenkilish testda endi. Shuningga endi bu yerda shunday talash tortishlar bor endi. Bizlar emas, shu olimlar, shunday aqlli odamlarmi bu yerda talash tortish bor, bu ziyan deydi, bazıları paylık deydi. Mesela o sol taraftaki Elon Musk dememiz sunayımız endi. Bu SpaceX, Tesla diyen şirketlerini kurgan. Bu xatarlik deydi. Bunun bir gipi var 2016'da. Bu insanların sun'iy aqlni ijod qilishi bir maxluqni o'yg'atganiga o'xshash deydi. Haqiqatan.
Yani kıyametni insanlar özü keltirdi degan şu emdi bunun artık olmaz. Hem aşina deydigan ba hem de ma on taraf ikisi hem de bu fakat lan bu Elon Musk demeydi hem nimo ma o nimo ilka fizikçinin ismini unutup kaldım hazır. O aşımı ma o kar önkür neziriyesini otur koygan Stephen Hawking şu mu bu xatarlik dedi şu. Bu insan hakkında en ahırkı icadiyeti olup kaldı deyip şu süniye kılını. Hem Mao on tarafta mesela Mao Facebook'ninki kurgucusu Zuckerberg bu paylık dedi de bununki hem de meyli xatarlik tutsun meyli paylık tutsun digenlerinin hemisi şu süni akıl doğruluk tetkiqatlar irip bardı. Mesela Elon Musk'ın işki şirketini bek obdan bilmez lekin onun yeni bir şirketi var OpenAI dep. Bu OpenAI degini hem de bu AI'ni hem adamga nim qilmiz deb, ochiq qilmiz deb hem de süni akıl. De bu şirketini kurdu. Hem de GPT-3 degen siz degen GPT-3 şu OpenAI'ninki mahsulatı hem de. Hem de ma Facebook'ninki mi özündeki şirketi var FAIR deydi. Bu Facebook süni akıl tetkiqat institutu deb FAIR deb. Bununki mi hem de bir şirketi var da bu iki yıl hem de bir xatarlik deydi, bir paylık deydi. Lekin iki yıl köplem meblağ çıkarıp bunu tetkik kıldı da. Şunun meyli bu xatarlik olsun, paylık olsun biz bilmeyimiz şu hem de bu anlamalı. Lekin bir nas iniq biz bunu bilişimiz gerek yani. Biz öğrenişimiz gerek yani bu paylık olsun ya ki načar olsun. Öğrenişimiz gerek. Mesela bu süni akılның biz mıcık kurban bulup getdik. Әмдейліқи Германиядagi ma yazımını belkim körürmenler cıxlarınla okuğan buluşunlar mümkün. Ceza lagerdən aman qalğan bir ayal toluq otur mektep budur bol ki her okuş yılının beşte öz okutquçularına deydiken men lagerdə hayat qalğanlarının biri. Menin közüm hiç kim körüşkü bolmaydigan nurgun nəsləni köydü. Yaxşı tərbiyələnген injenerlar tərəfindən yasalğan gaz öyle, yaxşı tərbiyələngen doktorlar tərəfindən zəhərləngen balla. Hem de xizmeti yaxşı bildiğin sestralar tərəfindən urulğan yığınlarla öldürülgen bu vaxtlar. Toluq otur mektep ve üniversite bitirgenler tərəfindən itirilgen ve köydürülgen nurgun nəsləni köydüm. Bu işğalanın hemmisi öz kəsblərinin mütəxəssis idi deydi. Menin sizlərdən tələbim oxucularını adəm qilish tirişinlar deydi. Əmdeyliqi bu süni aql adəm emas. Bizdə iş bulmuş bir yürək var, bir hissiyat var. Əmdə ularının quluğu bütün bundaq nəslərini taşlap qoyuşmayınca acayip bir dünyanın axırını keltirishdən başqa nəsə emas deb oylayman əmdi. Bu doğruluk mu hem de bizden alanda nimi batı hem de bu sünni akılınki ahlaki deydiğen bir narsa batı. Sünni akıl ahlaki deydiğen hem de. Ameliyette bu sünni akılını icat kılan insanların köpüncisi, aldığın oturduğun insanların köpüncisi yani bulara pek dikkat kıldığın ahlaklık insanlar diyor bular. Ameliyette ahlaklık hem de bu da fakat insaniyet için yardımımız deydiğen insanlar ameliyette. Bu tetkikatçılar diyor. Çünkü ular onda bulmazsa hazır bular özünün tədqiqat meyvelerini sizge ortaklaşmaydı. Hazırki nurgunluğun şu süni akılda tərəqqi qılğan nəslə ortaklaşıldı. Bütün milletlerge ortaklaşıldı. Bütün milletlerinin tən öğrenişke muhit yaratıp verdi. Mesela Black in AI deydi. Bu kartenlikler sünni akılda dep diyor. Şunaq gruplar var diyorum de. Məxsus şu Afrika'nın kimi şu sünni akılga erişiş için şu Gana'da Google özünün şirketlerini kurup çıktı hem de. Mişlamu sünni akıldan paylanıp Afrika'nın tərəqqi qıldığını dep diyor. Ma Facebook ma OpenAI'nin nurgulluğa məhsulatı var. Bular mı uçuq kodluq işletkili buldu. Mesela ma Facebook yakında bir tal neçyüz tilininki tercüme kıldığı bulduğun bir programını bikalık takdim etti hem de. Yani açtaki meyvesini hem de. Yani til bilen tilini tercüme kıldığı. Ameliyette onun nurgulluğun pul çıkarıp bular yasap çıkan nerse de. Lekin onu uçuk kodluk kılıp koyuvatıldı hem de. Mesela birisi kopup Uygurçadan İngilizceye yasaymen dese kulda şu sağlık malumatlar bolsa muşlarını uçuk kodluk qilib qo'ygan kodini foydalanıp bir Google tercüman derecesindeki bir tercümanı yasap çıkaralaydı. Yani bular hamdi köpünki insan naytdi ahlaklılık insanlar hem bazen bir ahlaksız işlerim karıştırdı. Mesela biz nurgulluğa makalelerni icat qilamiz hamda
Bularning ichida ba'zan maqolalar bor, masalan, insonlarning yuz shakliga qarablarmi bu odam eskimi yoki yaxshimi deydigan ana shunaqa maqolalar paydo bo'lgan bir vaqtda. Rasmingiz qarablarmi buninki qancha % jinoyat o'tkazdi deydiganchi. Endi bu nihoyatda bir axloqsiz bir maqolada endi. Ashuna maqolalar chiqqan maqolalar bor, endi ashunga qarshi turgan tadqiqotchilar bor. Bu jihatda nurg'unlagan nimalar bo'lyapti endi shu shundoq bir sun'iy aql axloqini o'tirib qo'yish hamma tadqiqotchilar bunga bo'ysunish degandekchi endi. Endi bu sun'iy aqlni balkim mushta ijod qilib qilayotganlar yoki mush tadqiqot bilan shug'ullanayotganlar haqiqatan sun'iy aql axloqiga bo'ysunishi mumkin, lekin uni ishlatganlar masalan qanchalik bo'ysundu insonlarning masalan shu sun'iy aql bilan apparat tunishda bizning nimamizmi oz nimaga uchramadi. Lekin siz bayam deb o'tib ketgandek siyosatchilar, politikachilar ba'zilari haqiqatan o'zining davlatini taraqqiy qildirish yoki xalq uchun ishlatishi mumkin. Uni ba'zi xalqlarni qanday bostirish uchun ishlatishi mumkin. Endi shunga ashuni ishlatadigan odamlarning mu axloqiga hech kim nim qilib bo'lolmaydi-da. Andan keyin ko'rurmanlar hammalarga yosh yozuvchimiz Salohiddin Ayyubiyning Buyuk Birodar izliyor nomli bir kitob bor. Hammalarga tavsiya qilaman. Garchi sun'iy aql bilan ancha bir munosabat bo'lmasimi, bag'ansir mavhum dunyoga berilib ketayotgan bizlar uchun yaxshi biz o'ylantiradigan kitob deb o'ylayman. Andan keyin savolimni yana davomlashtiray aka sizga. Şu 1965-yilları Herbert Simon mashinalar bir odamning qila oladigan barliq ishlarni 20 yil ichida qila oladi debdikan. Lekin ko'ryapmiz oradan 55 yil o'tdi va bu tex amalga oshmadi. Endi uningdan boshqa 90-yillarda 45 yillar atrofida bu ish amalga oshib qolish mumkin degan farazlar o'tirib qo'yilibdi. Lekin bu farazning amalga oshishi mo'ljallangan vaqtdami ishmayapti bo'lgan seri 2018-yil masalan Gardner buning amalga oshishi hargiz mumkin emas debdi. Endi siz bu xil ko'z qarashlarga qanday qaraysiz? Siz deganingizdek shu bu birinchi shu Alan Turing shu bir dastlabki kompyuterning nusxasini yasamaylamla bularda shunday bir hissiyat paydo bo'ldi-da, endi shu kompyuter orqali butun masalani hal qilib o'tish hissiyati paydo bo'ldi. Şunla o vaqtda endi dastlabki sun'iy aqlninki dastlabki nazariyasini o'tirib qo'yib, bular shunda 10-20 yildan butun masalani hal qilib o'tamiz deb shunda nim bo'ldi-da. Hal qilib o'tamiz deb shu nurg'unlagan insonlarning qiziqishini qo'zg'aydi, lekin 10-20 yilda bu masala hal bo'lmaydi. Bir sovuq davr kelib qoldi, lekin yana bir taraqqiy qilib, ba'zan bir yangi texnikalar chiqib, yana bir insonlarda yana bir shunday bir umid paydo bo'ldi-da, yana hal qilib o'tamiz buni debchi, lekin bular yana bir 10-20 yil bir muncha pul, bir muncha mablag' solgandan keyin yana nurg'un masalalarning hal bo'lmaydiganligini his qildi. Yana bir sovuq davr kelib qoldi-da, ikki bahor, ikki sovuqni o'tkazib bo'ldi. 1950 dan 1995-yilgacha ikki bahor, ikki qishni o'tkazib bo'ldi. Endi hozir ko'rayotganimiz 3-bahori bu sun'iy aqlninki. Endi bu sun'iy aqlninki 3-bahorini endi nimishqa sun'iy aqlning 3-bahori keldi degani eli birdan turib o'timiz. Endi shu biz shu bugungi bir temamiz endi u. Mao keyingi slaydga bir o'taylik. Endi shu amiyadika sizning degan savolingiz shu 1950-yildan shu 1970-yilgacha bir bahor ko'rib, bir sovuq davr qishni ko'rib, sun'iy aql yana bir bahor, yana bir qishni o'tkazib bo'lgandan keyin hozir endi biz yana bir bahorni boshlab keldik-chi endi. Endi biz bu bahorni qanchinchi yili boshlandi bu bahor desangiz 2010-yil desangiz bo'ldi, 2012 asli to'g'risi. 2012 boshlandi desak bo'ldi. Kanadadagi Hinton tajribasida shu Hintonda birisi bor, endi shu Hintonda bir olim bor. Shu olimninki bir tajribaxonasida bir AlexNet deb bir algoritmni ijod qildi. Shu endi shu rasmlarni turga ayirishdi uchun nihoyatda bir cho'ng g'alaba qozondi. Ya'ni burun
60%, 50% natija qozonsa, u biroqlam 82% qozonib ketdi endi. Shundan boshlab insonlarda yana bir qatim umid paydo bo'ldi. Shuning bilan u Alex'dan keyin nurg'unlagan boshqa ashunga o'xshash yangi algoritmlar paydo bo'lib 5-6 yil taraqqiy qildi. 5-6 yil taraqqiy qilib, shu 2018-gacha taraqqiy qildi. 2018gacha taraqqiy qilib, bizni oslab qildi. Mao suratchi, Mao yangi borniki suratim oslab kelib, insonlar yana andishaga tushdi. Yana bir sovuq davrga kirib qolamizmi? Yana bir qish kelarmi deb. Lekin ko'rayotganimiz qish kelmagandek turdi. Chunki deganingizda yaqinda Mao GPT-3 deydi, Mao bir oldimizga chiqqan AlphaFold deydi. Bu yangi texnikalar yana chiqib, yana bir yangi bosqichni ekyapti endi. Lekin haqiqiy aqlga yana uzoq. Belki yana 50 yilgacha haqiqiy aqlni ko'ramaski mumkin, lekin qisman sohalarda shu sun'iy aql insonlarni o'tab ketadi. Qisman sohalarda. Tushundim aka. Ondan keyin shu mashina o'rganishi, cho'nqur o'rganish texnikasi, sun'iy nerv teoriya va bularning bugungacha besib o'tgan taraqqiyot bosqichlarini bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Shu ma'qul. Shu ibay deganimdek Mao yangi bar keldik dedik-ku, endi yangi bar keldi deb. Shu barninki endi bir turk kuch, bir mushniki bir kuchi, aqlki kuch bo'lsa, shu cho'nqur o'rganish texnikasi. Endi bu sun'iy aqlga erishish uchun nurg'unlagan har xil usullar bor. Masalan, statistika bo'ldi, matematika va Mao psixikadan tortib borda, bu shuni qanday qilib shu sun'iy aqlga erishimiz deb nurg'un sohalarga chetildi. Onun içindeki bir saha bo'lsa, shu mashina o'rganish deymiz endi. Bu mashina o'rganishda nurg'unlagan usullar bor. Onun ichida hozir eng yadroliq texnika shu cho'nqur o'rganish texnikasi bo'lib qoldi endi. Endi bu cho'nqur o'rganish texnikasi shu inson nervisidan ilhom ilinib, inson mingisidan ilhom ilinib kashf qilingan bir texnika. Shu ayni vaqtda insonlar shu agar biz mingninki qanday ishlaydigan, shu mingning funksiyasini bila olsak, shundan qanday xizmat qiladigan funksiyasini bila olsak, bizmi bir tal shunday mexanik bir mingni yasab chiqib, shu mingni shu aqlli qila olamiz deb o'ylaydi-da endi. Shu oxirgi bu nazariya endi. Shu avval mingni tadqiq qildi, mingning qanday ishlaydigan, xizmat qiladigan nimasi o'rganib, uningga o'xshash bir tal sun'iy mingdan birini yasab chiqaylik deb shunday mandaq bir ideyalar bor-da endi. Shu ideyaninki turkisi bilan endi shunday bir cho'nqur o'rganish texnikasi paydo bo'ldi. Endi bu cho'nqur o'rganish texnikasini endi shu yaqinqi davrda to'kib qo'shgan 3 kishi, 2018 Turing mukofotiga erishdi. Endi Turing mukofoti kompyuter sohasiniki Nobel mukofotiga o'xshashchi. Chunki Nobel mukofoti kompyuterchilarga berilmaydi. Shuningga bu Turing mukofoti bu kompyuterchilarningki Nobel mukofoti endi. Ya'ni bundan endi bu texnikaning nihoyatda muhim texnikalarni bilib olmamizda endi. Endi deganimdek bu cho'nqur o'rganish texnikasi inson mingisininki xizmat prinsipidan ilhomlanib yasab chiqilgan texnika endi. Endi inson mingisi qanday o'rgandi ekan desak, inson mingisi avval o'zimizniki bandimizniki a'zolardan foydalanib, masalan qo'limiz deydi, sezgir a'zolarimiz endi. Burnimiz, quloq, ko'z degandek, uchurni o'zimiz yashayotgan muhitdan o uchurnik mingimiz bilan bir taraf qilgandan keyin uniki biz bir inkas qaytaramizda endi. Inkas qaytargandan keyin bu inkas atrofimizdagi muhitga bir nim qildi-da endi. O'zgarish paydo qildi endi. O muhit yoki o o'zgarishni biz ya uni yaxshi ko'ramiz yoki yaxshi ko'rmaymiz endi. O ish xil nim qildi ya. Shunday inkasni yaxshi ko'rdim deydi, ya bo'lmasa yaxshi ko'rmadim deydi. Bu qaytib kelib,
mingini nim qildi hamda mashq qildirdi hamda g'idiqlaydi. G'idiqlagandan keyin u yengilindi hamda mingimizdagi uchurlar yengilinib ki shunday taraq qildi. Ya'ni bu bir kichik bolaning bir narsa o'rganish, buvoqning bir narsaga o'rganishiga o'xshash hamda. Masalan bir buvoq masalan bir narsani tutadi, tug'ilganda hech nima bilmaydi. Agar bir qattiqni qo'lni og'ritadigan bir narsani tutib qolsa, u o'z og'riqdan bu signal kelganlikdan buni tutmaslikni tirishadi qo'y kilaqatim. Ya bo'lmasa ota-onasining bergan javoblari ya bu to'g'ri qilding, yaxshi xato qilding degan shu signallardan o'ziningki nimasini yangilaydi, bilimlarini, bilgisini yangilab, o'sha nima qildi hamda bu bir inkas app, inkasni bir taraf qilib bir inkas qaytarib, undan bir javob app, u javob ya'ni o'ziningki taraqqiyotiga yaxshi bo'lsa, uni davom qilib, agar nachar bo'lsa to'xtatib degandek shu mingini shunday taraqqiy qildirmiz hamda. Shu bu insonning qanday bir o'rganish prinsipi, hamda bu insonning o'rganish prinsipida mingi eng muhim o'rinda o'ynaydi hamda mingi siz doktor bo'lganki bakrak bilsiz, bu mingi eng muhim o'rinda o'ynaydi. Hamda insonlar mush mingini tadqiq qilib, shu mingidagi cortex deymizku, mingining yuzini. Hamda o'rganish qismi oshgan. Hamda men biologiyachi bo'lmaganki bak yaxshi ishlatmagan bo'lishim mumkin, ba'zan bir atalg'ini. Bilishimcha shu cortexdagi yuzni shunday kesib, shuni Microsoftda ko'rganchada bu yerda nurg'unlagan bir nerv hujayrasi, neyronlarning borligini kashf qildi ekan hamda biologiyada hamda. Ular biologiyachilar hamda kashf qildi ekan. Buni hamda hisoblab baqsa, inson mingisida 86 milliard neyron bor ekanda. Endi har bir neyron boshqa 7000 tane ulanishi bor ekan boshqa neyronlarga. Yani bu bir gayet zor torkende hamdi. 86 milyar neyron, ular her birisinden 7000 olunuşu bo'lgan bir gayet zor bir tor var ekan. Hamda bu torlar hamda bir-birisiga shunday uchur yetkazib, uchurlarni bir taraf qilib qilgandan keyin shu insonning aqli shu torda saqlanadi ekan. Bir-birisiga uchur yetkazdi ekan, uchurlar bilan hammasi bir-birini yangilaydi ekan hamda shu shuni eng oddiy nimasi hamda shu bir neyron ekanda hamda bir eng oddiysi bir hujayra hamda. Shu insonlar shundan ilhomlanib iboqa ish prinsipi, o ishlash prinsipi bo'ldi. Yana birisi o hamda bir nervining tuzilishi hamda. Tuzilishidan ilhom olib, bular bir nima qildi? Bir şeyda bir oddiy bir sun'iy neyron yasab chiqdi hamda. Onun ikisi biyolojik neyron, o taraf yani görürseniz o siz bilirsiniz o dendrit, ola ulanışı hem de başka nervlarga, o yadrosu, o nerv hücresinin yadrosu da bu signallarını bir taraf kıldı, signallarını bir taraf kılıp akson diyenden ötküzüp, golden ötküzüp o signalını başka nervlarga yetkizip verdi de hem de başka nervlar mı okşaş bir şekilde devam kıldı de. Hem de insanlar muşnondan ilhamlanıp, muş addi o mekanik neyrondu mu, bunun da mı bir neçe yılga kirgizdiğen yerler var, uçur aldığı yerleri. Uçur aldığından keyin bu uçurlarını hem de bir taraf kıldığan yerleri buldu hem de. O yerda bir qo'sh elesh ko'payish degandek ishlar bo'ldi hem de. Qilgandan keyin hem de bunu bir aktiflashtirilgan bir fonksiyon oldu. Bu yerda step function deb yaptı. Bu aktiflashtirilgan fonksiyon 0 bilan 1ning orasidagi bir sonni chiqardi hamda. Hamda 0 degani aktivlashmadim degani 1 degan to'liq aktivlashdim degani hamda. Shunga asoslanib hamda shu bir bu boshqa orqadagi buning ulangan nervlarga, neyronlarga shu signalni yetkazib berdi. Hamda bu bir tal nervininki hamda mushimizda bir tal nervlardan foydalanib biz nurg'un ishlarni qilib hamda bir oddiy bir misol hamda biza murakkab bo'lib ketdi hozir bir oddiy misolni olay. Masalan biz kichik vaqtimizda o'ydagi jumak faqat o'ydilarmi bo'ldi-ku hamda. Hani o'ylimizmi bor hamda. O'ylimizda hamda sug'urish uchun, gullarni sug'urish uchun bu jumakni o ulaymiz hem de turbimizni öydeki cümek ulaymiz. Normalde iki adam bulduk hem de birisi bir küçük bala hem de çoğun adam ayak tuturdu. Çoğun adam dedi balam
o cümekni içivet deydi. Bala cümekni açıdı demdi. Açkanıkin onu çoğun içip ötüp kalsam yakın çoğun su çıktı, cık su çıketken ama dadısı kopup kiçik aç deydi. Kiçik aç deseydi ki bala hani kiçikleştirdi o hem de. Kiçikleştirdi hem de. Kiçikletip endikken su be kiçiklep gitip kalsa yine dadısı kopup yine bize çoğun aç deydi. Hani ki o yine bize tanışıydı. Şunun okşaş miyer ki cümek aşı neyron hem de. Aşı neyroncu hem de aşı bir taraf kolda signalını hem de. O koldaki signal onunki aşkan yaki kiçikletken signali. Su deydi, suyun signal deydi. Anniken su kildu. Maniken ma iç nimisi onu bir taraf kıldı. Bir taraf kılgan iken mayaktan ya bekçik su çıktı ya ki bek az su çıktı. Bu bekçik su çıktı ya az çıktı ma dadınınki ahlaki tayinip onu yetkisi verdi diyor ya çıktı az çıktı da yani cevap yani o dadı taraf cevapını verdi. Şu cevap yani bu bir inkas da aş muhitnin aş inkası. Kaytıp gelip hani balığa yetkizilgen iken bala onu tanışıydı. Yani mayerki nöronlar mı bir uçur kirdi. Bu uçurunu bu bir taraf kılgan iken bu aktifleşiyordu. Aktifleşken iken bunu başkalara yetkizip verdi de hem de başkalar bu uçurunu yaxşı gördü ya ki yaxşı görmeydi hem de ki. Yaxşı görmeye kapkasa bunu tanışıydı. Bu nöroncu özünü azırak özgertken ben başkaça lazım dedi de hem de. Şunda kılıp bu bir aşındak bir devir buldu bunun da. Bir uçurunu aldı. Bir taraf kıldı. Bir taraf kılgan iken yaxşı görülüp kalsa saklaydı. Özünki işinde de hem de. Ben bunu yaxşı kılma dep özünki ügengen işinde. Eğer karşı taraftan menfi uçurlar gelip kalsa bu özünü yığılap başka nöronlar yaxşı gördüğün bir uçurunu evet berişke tirişip özünü yığılaydı. Hem de miyadaki weights degen o nesle hem de şu uçurlar nimelerce hem de şu özünki şu parametreleri deyimiz biz. Şu parametreleri yaxşılasa o başkalar yaxşı gördüğün bir inkasını yaratıp berişke türkü oldu hem de. Hem de bu Britan nöronik hem de. Britan nöron yetmeydi bizge. Bizge aşı milyonluğa insan nervisi de 86 milyar badıda koy hem de 86 milyar nöron badıda koy. Hem de insanlar o insan mınısidek çoğun bir nervi torunu icat kılamayız. Çünkü icat kılsak mı aşı nervi torunu enerjiye teminleş için bir tal santral kuruşumuz gereken de hem de. Mesela bir İstanbul'da tok yetkizgili bulduğun bir santraldan birini aşında kuruşumuz gerek ki. Yani insan mınısidek 86 milyar nöron var. Her birisi 7 bin tane ulunduğun aşında bir nörotorunu enerji etkiziş için gayet zor bir santral lazım kendi hem de. Şuna insan mınısı hazırlık geçe enerjiyenin en az hortuduğun en ilgan nervide. Şununla maşinlarınki bulağı yetemez ki müşteriyetin çünkü hesaplaş küçüğü yetmeydi yani insan kalısı da hem de aslında insan kalısı da hesaplaş küçüğü eriş için bunun gibi nurgulluğa enerjiye gerek. Lakin hiçkandak bir şirket ya ki hiçkandak orun hazır onçilik nimgi yetmedi. Hem de belki kelgüsü de o kuantum kompüter deyimiz. Kuantum kompüterler bu kalsa hem de o vakit eşip geçişi mümkün. Hazırki hem de o nimelerden yasalgan o özeklerden yasalgan kompüterler olsa bunlar için nurgun enerjiye ketkeşke biz onda yasayamayotimiz lekin yıkılışıyotimiz. Hem de nimemiz kitkez temimiz qaytıp kelsek hem de bu biz bir tane nerv emas nurgulgan nervlarga muhtaç. Hem adette biz bu nervlarni hem de qavat kitizmiz hem de kirish qavati o'tirdagi qavatlarni biz yushurun qavat deymiz. Aniki en oxirdagi qizil hem de chiqish qavati u yoqda javob qavat bo'ldi. Hem javob chiqadi. Hem bir signal kirdi bir nerv to'riga. Signal kirganki bu hamma nervlar hamkorlashib ama şu o'tirdagi ko'rinmas qavatdagi nervlar buni bir taraf qildi, bu uçurlarni bir taraf qilib, javob nerviga yetkazib berdi-chi. Javob nervi aniki bir javobni berdi. Bu javob balkim to'g'ri bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin. Boshlang'ich xato bo'lib qolsa, bu biz bir manfiy inkasni qaytirib beramiz-chi, qaytirib beramiz. Ya'ni boshlang'ich soldan o'ng tarafga mangan bo'lsak,
qaytırdigan vaqtda ondan sol tarafga qaytib ketadi-chi endi ma'u. Şuna qaytib kelib, şu hamma nerva o'zini yangilaydi. Yangilagandan keyin o yana o'xshash signalni oldi, o'xshash signalni olib, yana bir qatam javob berdi. Bu qatam yana to'g'ri chiqishi mumkin, xato chiqishi mumkin. O'zining xatolik darajasiga qarab, yana yangilab, shunday bir davr bilan necha ming qatam, balkim necha yuz ming qatam shunday taraqqiy qilgandan keyin bular bir narsa o'rganib chiqadi-chi, eng oxirida to'g'ri javob berishni o'rganib chiqadi. Hem şu yine bu insana öğrenişi gibi o'xshash hem bir boğaqniki hem de to'xtamay bir narsani ko'rib, hani ki xato javob berib qolsa onu tuzdi, to'g'ri javob bo'lsa ilhom oldi. Shuning bilan hem de shunaq bir davrdan o'tkazib to'xtamay o'rganish davridan bir narsa o'rganib chiqdi. Shu nervatormi o'xshash hem de. Hem shunaq signalni qabul qilib, o signalni o'tirib bir taraf qilib, undan bir javob olib, o javobninki yoki to'g'ri yoki xatolik darajasiga qarab o'zini yanglab yani ki yana şu sualını qaytadan cevap verip, aşına to'xtamaymi şu sual cevap bo'lib, o'zini taraqqiy qildirdi hamda. Mesela ma'noga qarab baqalaymi şu bir simülasyon hamda buningda bir şu 10 raqamlik 10 raqamni farqlantirishni o'rganadigan bir to'rda men 10 tarafdagi Meyde 7 deganni ba'di hozir ma o'rganib bo'lgan to'r. Mana shu 7 degan to'r 7 degan sonni shu to'rga bersak, shu nervlar bir-birisi bilan hamkorlashib, buningki 7 degan javobni shu javob qaytada chiqarib berdi-chi endi. Ma faqat ishi o'rganish jarayoni ekanmidi? Faqat ma o'rganib bo'lgandan keyin ishlatgan vaqtdagi bu jarayonchi ma u. Agar o'rganish jarayonida balki 7 bergan vaqt bo'lsa, balki bu 0 degan javobni berib qolgan bo'lsa, shu to'rdan ta'tir mangdi-da ma u. Ta'tir mangib, shu nervlar o'zini yanglab, toki 7 degan chiqquncha o'zini yanglaydi. Yani bu yerda ham shu bir-birisi bilan ulinib, uchurlarni yetkazib, shunday to'g'ri javob berishni o'rgandi-da hamda. Hem de bu belki bir ideya, nazariy ideyachi, hem de bu ideya şu 1800 yıllarla oturup koyulup poptiken, bütün akıl şu ulanıştı buldu deydiken de hem de connectionism depçi, şu ulanış depçi hem de şu tordu buldu, bütün akıl tordu buldu de, şundak gayet zor tor nim kılıp, şu tordikiler birbirine hemkarlaşsa, bütün bilimlerini saklayalaydı depçi hem de. Yani şu hem bu insanın şu mınısıdaki işleş prensipimi şu da hem de ulanışlar arkalık birbirisi elektronik uçura evet arkalık yani ki şu özü yanglaş şu bilim gününde hem de. Hem de lakin bu insan dinim hem de bu maçon kuruluş teknikisi nereden ilham edip yasaldı dedim. Lakin insan nervisining ishlash prinsipi buningda mı murakkabcha, bu bir oddiylaştirilgan nusxasi. Bu hammasi emas, faqat biz bir parchasini ko'riblarmi shunchalik qila oldik. Hamda agar haqiqiy inson ma'nosini tushunsak, balkim buningda mı muhim nechasi yaxshi bir nerv to'rini yasab chiqa olishimiz mumkin-da. Shuning hozir miyoqdan kompyuterchilar oddiy nerv to'ri bilan nimqotdi. Yana bir tarafdan biologchilar mingni tadqiqot qildi, davomli mingni tadqiqot qildi hamda. Bu ikki soha hamda bir-biriga shunday ta'sir ko'rsatyapti hamda. Hamda bu cho'nqur o'rganish texnikasi deb qoldik. Hamda bu cho'nqur o'rganish texnikasi yangi narsa emas-chi hamda. Masalan, bu 1940-yildan boshlaydi-chi hamda. Dedim-ku, siz dedingiz Mao nimishqa Mao burunmi alqo'ytimiz debdiki 1950-yilda chiqib qilib endi 1950-yilda shu insonlar shu nervining qanday ishlaydiganligini ozroq biliblamlar o'ziga bek ishinib shu nimni yasab chiqadi, shu mekanik neyronlarni yasab chiqadi, nervisini rasmni ko'rsam sol tarafdagi oddiy bir narsani ko'rdingizmi? Yumaloq aniki ulinib chiqqan. Bu narsani yasab chiqib bular mekanik şu odatda qo'li bilan tangshaydi. Qo'li bilan tangshaydi, eg'irlik dedim qo'ymdi. Ashani qo'li bilan tangshab, yani keyin shu bir signallarni berdi bir tarafdan, yana bir tarafdan bir javob chiqdi. O javobni tangshaydiganlar
to'g'ri javob bersa saqlab qoldi, xato javob bersa u yana tanshab biqib, bu yana tanshab biqib, o'shana javob chiqaradigancha u vaqtda hamda qo'li bilan hamdi. Shu vaqtda qo'li bilan tanshaydigan bo'lgandan keyin bu to'rmi cho'ng to'r bo'lolmaydi. Ham nihoyat vaqt ketadi-da, chunki odam uqmaydi qayerni tanshashni hamdi. U faqatla o'zining hissiyotiga o'xshash, baqa kichik bola jumakni tanshagandek tanshaydi-chu hamdi. Jumakni ichib qisqandek-chu, shundan o'sha qo'l bilan tanshab nim qildi. Lekin bu yerda hamdi bir talam jumak emas, nurg'unlagan, minglagan jumaklar bo'lgan ekan, uqolmaysiz qaysining qanday bo'lganligini shundan test bo'ldi. Şuna bular azraq natijaga erishdi. Ba'zan bir masalalarni hal qila oladi. Masalan, qo'shish, elish, ko'paytirish degandek-chi hamdi. Lekin uningdan murakkab bir yerga bora olmaydi. Shunga bir sovuq davr boshlandi. Uningdan keyin uningdan biza ilg'orliq neyronlarni ijod qildi-chi. Masalan, 1960-1970'larda-chi hamdi. Ba'zan bir ikkiga bo'lgili bo'lgan masalalarni nim qilg'il bo'ldi hamdi. Ikkiga ayrig'il bo'lgan-chi hamdi. Meselelerini hal kılalaydıgan buldu. Ular yeni bir özgü ümit düşünüp yeni hal kılıyordumuz deydi, yeni bulmaydı. Lekin meyede bir adamını görseniz, 1980 yılda oturdu tuğan adam Hinton. Aşı adam o vakitte bu neural networklarda fakat ibadet adam bir aldığı uçur evet deyip yine kendine kaytırdığan bir buldu değil mi? Kendine kaytırdığan. Kendiga qaytirish algoritmini ijod qilib chiqadi-chi, backpropagation deymiz-chi hamdi. İbadətdə aldığı uçurlar yetkizildi. Keyin u uçurlardan xatoliklarni kendiga yetkizib bermiz-chi hamdi. Shu hamda bu xatoliklarni yetkizib beradigan algoritm uncha taraqqiy qilmabdi beshida. Faqat eng oxirgi javob qitinlarni tanishadi ekan-ku. Bu adam hem de bütün katlarını ki bütün aş hatalıkını bütün katlara yetkizib beradigan bir algoritm paydo qilib chiqadi-chi, ijod qilib chiqadi. Shunga u bir yangi bir taraqqiyotni akildi. Lekin yana sovuq davrga kirib qoldi-chi, sovuq davrga kirib qoldi. Lekin bu Hinton degan odam shu davomli ishindi-da o'ziga. Her qatim odamlar buni zonliq qilib so'raydi, qachonlikqa aqliy iqtidorga erishalaysa, sun'iy aql bir narsa yaratalaysa, bu her qatim bana yana 10 yıl belki yaratalayman dedi-chi hamdi. Lekin necha qatim shu mag'lub bo'ldi. Shu 1970'dan boshlab 10 yıl bo'lib 30-40 yil o'tib ketdi. Taki 2010-yilda bir o'quvchisi shu yasab shu bir nimada qozindi hamdi. Bir musobaqada birinchi bo'ldi-da, bularning yasagan nervi to'ri orqali shu bir shu suratlarni turga ayirish musobaqasida birinci buldu bular. Hem bulanın neticesi nait görünenlik buldu. Şunun olan bu şu sun'iy aqlning yangi davrini boshlab keldi de bular. Şu 2010-yili qarasangiz, mana mush adam mush adam bilan endi boshqa yana ikki adam bor, ammo u ibaqa rasmdagi shular ikki olim birlashib endi mush yangi sun'iy aqlning yangi barini barpo qildi. Yana boshqa nurg'unlagan tadqiqotlarchi va endi mushlar endi üzülmey izchil hamda mush texnika ishlab, chunki deganimdek o sun'iy aqlga erishish uchun faqat birlam texnika emas, nurg'unlagan texnikalar bor. Insonlar ijod qilgancha nurg'un texnikalar bor. Hamda mushlar o'zining ijod qilgan texnikasiga izchil ishlab, hamda oshni ma'lum bir darajaga keldi-da, hamda natija yaratdi hamda. Hamda bu yerda nimishqa cho'nqur o'rganish deymiz desak, hamda shu yaratgan texnika ibodatimga neural to'rda necha qavatlar bor deb-chi, 3 qavatlar. Hamda burun hamda 1940-yildan 2000-yilgacha qavat sonini bek cho'nqur qilolmaydik. Chunki cho'nqur qilsak, unutib qoldigan nerv to'ri unutib qoldigan uchurlarni. Chunki uchurni kirish qatidan o chiqish qatigacha nurg'un qavatlar bo'lganki unutib qoldi ekan-chi hamda. Xatoliklarni yetkazib berolmayotganmiz. Birinchi javob qatidagi xatoliklarni hamma qavatga shu yetkazib berish bek taskanda hamda vaqtda hamda. Ham nurg'unlagan soliq ma'lumotlar bo'lmag'achqa, ham kuchlik hisoblash kuchi bo'lmag'achqa cho'nqur neural network shunday inson mingsidek cho'ng cho'nqur nervlarni tuzamgachga shu natija yaxshi bo'lmaganda, undan keyin shu 2012da shu Hintonninki o'quvchilari shu ikkita GPU degan grafik bir taraf qilish
nimisi. Adette kompüterde işletmesi o CPU deymiz. Central Processing Unit'te merkez bir taraf kılış nimisi çömdi. Özeki. Hem de hazır yeni birisi GPU de o resimlerini, grafiklerini bir taraf kıldığan yeni bir şu özek var kompüterde. Adette burun bunu fakat şu resimlerini bir taraf kılış, kinolarını görüş, ya oyun oynaş için insanlar işletti. Çünkü resimlerini bir taraf kılaydı. Hani kinçe şu çoğunkur öğreniş teknikisini kıldığanlar şu çoğunkur öğrenişini şu işletken şu matrix deyimiz, matrixlerden şu resimlerdeki bu başka şunu onda işletip bakılaydı, şunu işletip şu hesaplaş süretine ait tezleştiriyordu diyeceğimdi. Tezleştiriyorken bular çoğunkur şunda networklarını, torlarını yasayalaydıgan buldu. Azı qarab baxsanız şu resim bir taraf qilish torlarninki yilga agishib nihoyat cho'nqur bo'lib ketayotganligini cho'nqur bo'lgan sari bularninki shu natijasidan yaxshi bo'lganligi uchun hamda insonlar cho'nqur bir nurg'un qatliq hamda nerv torlarini ijod qilyapti. Shunga cho'nqur o'rganish deganki cho'nqur ashadan keldi hamda qavat sonninki cho'nqurligi hamda shu rasmlar uchun. Hamda agar o til ibadetsiz GPT-3 dediniz o neymiş ki GPT-3 şundan bir terakkip gitti, hayran kaldım dediniz o hamda. O 12 diyeni gördünüz o 12 diyeni en sol taraftaki gördünüz mü? Kötüm. O diyen 12 milyon diyen gepti hamda 12 milyon işte parametre yapılmışsa nöron bağ dep oylasanız oldu. 12 milyon nöron bağ desanız oldu. O 2000 kaçıncı yıldaki iş mesela 2013-2014 yıldaki işten de aşağı vakitte yeni çıkan vakitteki hazır GPT-3'te 175 trilyon aşındaki neymi bade parametre. Yani bu şununla yani bu 175 trilyon diyen kançılık hukum deseniz yani adette mesela bir kinonu görsek kança bir 2 GB 3 GB bulduk hem de. Şundak kinodun yani 175 mingni yığsanız buldu da şundak kinodun 175 mingni yığsanız aşağıdan şu GPT-3'ninki parametresiga yıkılışı da hem de. Yani 175 ming kinoni adette kompüterimiz 100 kinoni koyup o'quvchilarni tushib qoldi hem de. Shunga o'xshash hem de şu 175 şu 5000 kinochilik ashundaq sig'imni sig'dira oladigan bir to'rni hosil qildi da shunga bu bek aqlliqda hem de. Ashundaq hem de buni hem de odatdagi normal tadqiqotchilar ijod qilolmaydi. Buni OpenAI degan shirkat shu Microsoft'ninki shu necha minglagan GPU'ni ijaraga olib necha yuz kun bir necha oy mashq qilgandan keyin chiqargan modelda bu hem de o'ziniki shu. Shunga hozir hem de bu bir şu bu yerda nurg'unlagan hem de buni biz til modeli deymiz. Nurg'unlagan modeller bor. O GPT-3 başka modellerini nechasi qatlaydi. Ma'yediki bir nim desek bo'ldi hem de bir o bina desek qolgan modeller faqat bir qavatli uy desek ham bo'ldi hem de. Ashundaq. Shunga bular shu biraqlamni taqlab ketdi-da shu GPT-3 dan yaratgan narsasi yapılan neslininki yaxshi bo'lishligi sababimi uninki nihoyatda cho'nqur yana nurg'unlagan parametrlarni ishlatishi ham nurg'unlagan kitob. Yani GPT-3'ni mashq qildirgan materiallar balki butun insoniyatga butun kitoblar bo'lishi mumkin. Shu Google'dagi shu hamma Amazon'dagi butun kitoblarni o'qitib bunga mashq qildirg'achqa bunday cho'nqur nim bo'ldi-da hamda butun bilimlarni ko'rgandan keyin şu çoğunkur öğreniş aşağıdan keldi hem de bu çoğunkur öğrenişninki hem de bek alkışga erişip ketişi bununki hem de mesela ma'lum bir alanda bir modelni bir mashq qildirib bo'lsa mesela odamning yuzini taniydigan mashq qildirib bo'lsa uningga mashinaning yo mushukninkini mashq qildirish nihoyatda oson bo'ldi ekanda hem de. Bunu biz yetkilişten öğreniş deyimiz. Nimiş kadar buldu desek,
insanlar bu şu nerv torininki her bir qavatini nima chiqibdi-da hamda buni tasvir qilib chiqiribdi hamda. Baqi eg'irlik dedim-ku hamda eg'irlik deb har bir qavatda eg'irliklar bor. Shu eg'irliklarni o'zgartimiz. Shu eg'irliklarni rasmdek nima qilib chiqarsak, besib chiqarsak, ma birinchi qavatda, ma tuvan qavatlarda buningki yantu ya bo'lmasa tuz siziqlarni, chamberlarni o'rganalaydigan qiladi. Eng asosli elementlarni o'rganalaydigan qiladi. Hamda rasmningki eng asosli elementi desak, shu yantu siziq, tuz siziq ya bo'lmasa chamber degandek narsalar bo'ldi-da hamda kichik siziqlar. Aniki ma o'tirdagi qavatlarda har xil nusxalarni o'rgandik hamda. Mesela yumaloq deydi, ya bo'lmasa kup deydi degandek, endi bizga taraqqiy qilgan nimani o'rgandik. Eng oxirgi qavatda shu mashq qildirgan masalaga tava bo'lgan xususiyatlarni o'rgandik. Masalan, ma rasmda mashinani mashq qildirgan ekan, bu yerda choqni, ya bo'lmasa mashinaningki aynaklarini degandek narsalarni tunishni o'rgandik. Hamda odatda qanday qilamiz? Biz masalan shu mashinani o'rgandik, network biz network mashinani o'rgansa, motor mashinani farqlantirishni o'rgansa, agar biz mushukni farqlantirishni o'rganamiz desak, faqat uning eng oxirgi qavatini ham evitib, eng oxirgi qavatiga yangi bir qavatni qo'yib, shu mushukning rasmini o'rgatsak, uni bir qisqa vaqtda shu mushukni tunuydigan qila olamizda hamda. Ya'ni buning yetkazishchanligi nihoyat yuqori. Shuningga nurg'un kasblar yani buni nima qilyapti? Hamda ibaqa GPT-3 amaliyotda inglizcha tilda mashq qildirgan bir model. Hamda agar siz dedingiz uni turkchadagi qilib baqdim dedingiz. Shu turkchadagi mau turkcha bilan inglizcha o'xshamagan bilan mau aslidagi biz ko'rmagan prinsiplar o'xshash amaliyotda ikki tilning. Ya'ni o yushirin qavatdagi o prinsiplari hammasi o'xshash bo'lgan ekan. Ani o'rganib bo'lgan narsaga faqat turkchadagi ozroq materiallarni mashq qildirib qo'ysak, nima bo'ldi hamda? Turkchadagidek fikr qila oladigan bo'ldi-da hamda nima? Yana bir misol keltirsak, masalan, bizningki Google Translate chiqdi-ku hamda. Uyg'urchadagi Google Translate chiqdi hamda. Uyg'urcha tarjimon chiqdi. Hamda bu yerda nihoyat qiziqish bo'ldi-da, u Uyg'urcha tarjimon chiqdi, bu deb shunday xush bo'ldik. Hamda bir savol Nimishqa hozir chiqdi desak bo'ldi hamda. Ya'ni jiq odamlar bu savolni so'ramadi. Nimishqa hozir chiqdi, burun chiqmadi degan savol. Chunki u yerdan o'sha Google tarjimonning oqidikimi shu algoritm shu cho'nqur o'rganishda, bu cho'nqur o'rganish ular avval shu til boyligi mo'l bo'lgan shu yuznecha xil til, ya'ni burun Uyg'urcha qutulishdan burun masalan inglizchadan xanzucha deymiz, inglizchadan germancha deydigan bu tillarning til boyligi yuqori hamda turkcha degandek. Shular bilan mashq qildirgan modelga faqat ozroqlamlar Uyg'urchaninki masalan Uyg'urcha ya xanzucha bo'lsin ya bo'lmasa Uyg'urcha inglizcha bo'lgan necha mingtal jumla, balkim 10 mingtal jumlami bilmayman qancha ishlatgan, balkim 50 ming jumla ishlatgan bo'lishi mumkin. Bu yerda belki Uyg'urcha bilan inglizcha tang bor hamda. Shu jumlalarni berish orqali balkim bir kun 1-2 soat mashq qildirish orqali hamla Uyg'urchadan butun tillarga tarjima qiladigan bir nimani yasab chiqdi. Ya'ni hamda boshqa tillarda necha oy mashq qildirilgan modelning ustiga bizningki ozroq til boyligimizniki tarjima qilingan sonliq ma'lumotlarni ishlatish orqali Uyg'urcha tarjimon qo'shildi. Lekin bu 5-6 yil yoki 10 yil burun mumkin emasdi. Chunki u vaqtlarda masalan inglizchadan turkchaga tarjima qilgan bo'lsa, inglizchadan germanchaga tarjima qilgan bo'lsa, o'sha inglizcha ham germanchani bilgan odam, ham kompyuterni bilgan odam, shu Google'da necha 10 yil ishlab, lekin ashuni ijod qila oladi-chi hamda. Agar Uyg'urchaga tarjima qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, ham o'sha Uyg'urchani bilgan odammi kompyuterni obdan bilgan, Uyg'urchani obdan Uyg'urcha grammatikalarni obdan bilgan odam o'sha ishlash kerakdi. Lekin hozir birisi Uyg'urchani bilmasinmi, hech qanday Uyg'urchani tushunmasinmi, o'sha Uyg'urchadagi sonliq ma'lumotlar bo'lsa, inglizcha ham Uyg'urchasi bo'lsa, ashni bir necha soat mashq qildirish orqali ham ashninki nimasini Uyg'urchadan inglizchaga yoki Uyg'urchadan boshqa tilga bo'lgan bir tarjimonni nima qila oladi, ijod qila oladi. Hem bu faqat Google'larga emas, agar bizda mana shunday sonliq ma'lumotlar bo'lsa,
biz mi qila alaymiz degandik. Ya'ni bu müşindaq til bolaqlarini modellerini ijod qilib bo'ldi. Ham o'tirib ibodatga ochiq kodliq deb. Ashunaq bor torlarda. Bunu tushirib faqat biz shu material azroq bir Uyg'urcha, inglizcha jumlalarni berish orqali shuni tarjima qila oladigan shaklga yetkazgili bo'ldi endi. Şuna hem de bu yütkiliş hem de deep learning'nin ki bütün sahnelerge ne yapılıyor? Bunun yütkilişçen hususiyeti. Hem bunun ki hem de black box deydi hem de bunu karkuta dep koydu bizim çağda. Aşında anda torunu kuruplamla fakat sual bilen cevabını verip koysanız sualını cevabını mesela tercüman olsa iki tilinin tercümesini verip koysanız eğer o sizin doktorluk olup kalsa bir kesenin ki alametleri bilen aşı doktorun diagnozunu berip koysizdin ha. Aşında nurgulluğan aşında diagnozlar var hem de kesenin alameti diagnoz. Şularni beriş arqılıqlamla məşğul dursanız aşı yeni bir kesenin alametleri kelse aşınanın diagnozunu çıkarıp beradigan buldu. Hem de bu qarqutunu mu nurgulluğan çoğun şirketler hazır tıxımbek qarqut qıvetdi hem de. Yani sen hiç nimini bilmisanlar buldu fakat özünün sağlamak məlumatlarını bəgin. Melamla sana meşgul durup berey. Yani sen özünün kompüterde meşgul durmaysan, benim kompüterimde meşgul dursa, o torunumu sen kurmasan buldun, ben kurup verme. Sen fakat sual bilen cevabını ver, ben sana aşı nimle tep verme deyince. Şuna bunun hemmi sahada demlik özünün sağlık məlumatlarını yığışqa başlayıp gitti. Nimiş hazır hemmi yerde sağlık məlumatlarını yığıdı torbetlerde. Çünkü aşı sağlık məlumatlar aşı sual bilen cevap demdi. Şimdi sağlık məlumatlar cıq bolsa, şunun da aşı yeni sual yoki yeni uçur kirgen vaqtda onun cevabını bildiğin bulup kildi demdi. Şuna mesela siz dediniz YouTube'larda yeni videolarını çıkıp beradigan, ya bu mesela email kelip qalsa onu türgü biladigan. Degende şu sizninki burunqi köygən əsrinizninki nimisi var demdi. Siz hər bir qatim birini nim qılsanız, mani yaxşı görkən, mani yaxşı görməydik edəbcü. Uçuru saqlaqlıqda. Uçuru saqlaqlıq. Sizninki qaysını yaxşı gördigan, qaysını yaxşı görməydigan uçuru həmimiz saqlaqlıq. Şu saqlaqlıq uçurlar bilenlamla şu aşnan bilen bir nimni bir modelni məşq qıldırsanamla sizninki kelgüsünüzni nim qılalaydigan, bilalaydigan bir nimni bildi demdi. Modelini. Yeni bir video gelse şunu aş modele koydu. Şu o cevap verdi. Bu Dilnur yaxşı gördü. Yaxşı görmeydi de. Ona bir numara koyup verdi demdi. Şu numara arqılıqlamla ki sizge bunu tavsiye qıldığan yoki tavsiye qılmaydiganligini nim qıla oldu. Belgili bu. Hamdi bu qarqutda bolğan eken bəzən bir matematikçilar, və fizikçilar bizə yaxşı görməydi bunu. Bu yani ibadet deganimdek haqiqiy aql emas. Bu bir nurgulluğun sağlık məlumatlarını görüp, şunu ondan yakın çıkarıp, məlum bir dereceye yetkende hemdi. Şuna bu qarqutu boğaşqa, bu müşüna qarqutularını yasaydıqalarını el-kimyager dep koyduğanını bu qaldı hemdi. Çünkü haqiqiy fizika icad qilishdan burun şu el-kimyagerler özünün hissiyatıga tayinib, özünün tecrübesiga tayinib her xil dora yapımısı, her xil maşinlarını icad qilib kelgandi. Haqiqiy bir ilim fen emas. Yani özününki tecrübesi yoki her xil sınaqları bilen buldu da hamdi. Lekin el-kimyagerlar nurg'un narsalarni icad qilgan, insonlarga foydali. Shunga o'xshash hozir bu cho'nqur o'rganish texnikasininki nazariyasi aniq emas. Haqiqiy matematikalik nazariyasi hamdi. Qanday qilsa bu shu tor eng yaxshi natijalarni o'rganalaydi yo bo'lmasa tixinbek aqlli qila olamiz degandan nazariyasi aniq emas. Insonlar faqat o'zininki bir qism tecrübeleriga yo bo'lmasa bilimlariga tayiniblarla mush torlarni ijod qilyotdi. Ham bu torlarni qanchalik cho'nqur yasab, ham jiq sonliq ma'lumotlarni ba'zidan aqlli bo'lganligini his qildi hamdi. Hech talab qilmaydi. Pulingiz bo'lsa jiqsonliq ma'lumotlarni yig'a olsangiz, ya'ni jiq kompyuterlarni ishirta olsangiz, kompyuter kuchingiz jiq bo'lsa, sizningki noyati bir xili bir aqlli bir nerv torini mashq qildira oladigan ashunaq bir davrga keldi hamdi. Hamdi shunga el-kimyager deydi, lekin dinimdek bu nurg'un sohalarda yangi bosishlarni keldi. Mesela mashin tarjima deydi, ovoz tunish deydi, rasm tunish deydi degandek. Hamdi bir nuqtaga kelsak, bu
bek küçükmü desek, süni akıl bek küçükmü, bunun aciz noktası var mı desek, aciz noktası var. Hem de yemini başka taraf kayıtıp koydu, hem de insanda akıllık mı degeni bir chetke kartıp koyup, yani bu süni akıl özünün alanda, ibadetten koyup özünün alanda insanlarda eşip kettiği dedim bu. Hem de özünün alanda rastlandı aşına küçük mü desek, onca küçük emez. Süni akılını mı aldı etkili buldu. İnsanlar tecrübe işlegen, şu mavi bir ödekke bir şavkun signalini koyup birleştirirse, yani insan köse yine ödekçi o şavkun signalini ait bir bek yukur çastosluk signallar, yukur çastosluk signallar insanlar köremeydi onu. Lekin maşin köreleydi şimdi. Şu signalları koşuyorsa bu nervatori burun ödek dep cevap vergen bolsa, bu qatim at dep cevap verdi. O'xshash şekilde ama avazımı mesela how are you deb siz qanday ahvolingizz deganga mana bir shunaq shovqin signalini qo'shyapsa ishni och deb tushunamdi. Buni oldi etkili bo'ldi hamdi. Şu hamdi ibay dedik hamdi nurg'unlagan kameralar bor, shu kameralardan hamdi insonlar o'zininki osh kameralarga tutilib qolishidan ansiraydi-ku. Hamdi shunga buning bilan bu insonlarmi hamdi nima qilib köyneklerini icat kılgan gapte, hem de her xil köyneklerini yapılmışsa şepkilerde, bu köynek şepkilerde şunda şavqunluk signallar var. Bu şavqunluk signal o nimni muş kameralar işletken muş çoğunkur ögünüş teknikisini aldı biteleydi. Hazır bütün kameralarını asasen çoğunkur ögünüş teknikisi olup gitti. Şu an hem de şu çoğunkur ögünüş teknikisini aldı bitimizde her xil şunda galite bir tal mışnak nuskları var, köynekler var. Bu nusklarda hem de insanlar köremeydiği signallar var, hem de şapkılık signal. Bu signallık emas mı? Ya, o signal dediğimiz hem de normal nim signal hem de. Onda elektronik signal hem nur signali. Nur. Demek bu şunu kivalan vaxtda aparatın insanlığını tanıyamaydı, şunaq mı? Ya onu tanıyamaydı. Onu başka ne yapıp kalgan. Yani mağarasında hem de arkadaki adamlarını hemmisini tanıptı. Oturdu kim ki var adamını tanımadı. Hem de hazır bizden tecrübe kandım hem de insanlar namayiş kıldıqanlar mında olup gitkenlikki bazen ensireydiqanlarım çıkıldı da hem de bunu tanıyamak oldu da hazır hem de bazen bir yerlerde hem de biz muşunaq köynek ki vağalanlarını tunaydı da hem de bizden tecrübe kandıma şunaq bir tecrübeler var hem de qanda qılsaq bir nervatorunu tıxınbek güçlendirip muşunaq köyneklerini ki vağandımı aşına tunayalaydıqan bulumuzda aşına bu atıda hem de bu yerde bir aşınaq neyim var hem de besliş var hem de o tecrübe qanda birisi tecrübe kılat demiş ne muşu köynek hem de bizden aşı tordan sınav atkan köyneklerden ama ben kiyip sınav baktım ne şu aşınaq hem de bunun süni akılının kim acizliği var hem de onun aldı etkili buldu. Mükemmel bir akılga erişimi hem de. Hem de aka özünüzün tədqiqatı haqqında biz azraq sözləb bergen bolsunuz. Bilişimçi kompüter arqılıq resim tunuş, mesela resimdeki xətçiray tunuş degəndək işlər bilan xeyli köp şugullandınız. Hazır koçidək kameralarmı bayam siz dep ötkəndək aqıllıq bolup ketdi. Hem bunu kompüter bu işlərini qandaq bir tərəf qıldı? Bunda avtomatik iz qoğulab yaxımsa aşinaslarni. Tədqiqatı bilan birləşdirib sözləb bersəniz pek yaxşı. Mina bir narsani kam qilib qo'yibman. O'zimning tadqiqotdan o'tishdim. Bir so'z o'tay. Shu hozirgi kompyuterlar shu birga mayir ko'p qadr emas, hamda cho'nqur o'rganish nimasi. Ya'ni keyin ko'p sonli ma'lumot talab qildi, hamda mashq qildirish vaqti uzuncha, hamda yangi masalalarga. Ya'ni energiya tejashganmiz, hamda shunday bir kamchiligi bor. Hamda meningki o'zimningki tadqiqotlarim kelsam, hozirgacha men asosan shu rasm bilan rasmni izlash texnikasi bilan tadqiqot qilyapman hamda rasmlarni bir taraf qilish, bo'lmasa rasmdan rasmni izlash deb. Masalan, ma'vo tadqiqotimda hamda rasmdagi xatlarni o'chirib o'tish hamda rasmdagi xatlarni o'chirib o'tish. Nimishqa bu rasmdagi xatlarni o'chirish desak, masalan Google Translate bor, hamda telefoningizda
Mesela resim bilen resimni tercüme qilish deganda. Resimni qilib, burunqi tildagi xatni o'chirib o'tib, uning tepsiga yangi tilni chaplaydi-chi endi. Shundaq yerlarda ishlatamiz, yo bo'lmasa resimlaringizni Instagramga chiqarsangiz, ba'zan bir uchurlaringiz bo'lib qolsa, yo bo'lmasa uyingizning adresini xolmasangiz, o yerda chiqib qolishini, ular xat shaklida saqlanib qolgan ekan, ularni o'chirib o'tish shuna bexatarlik ishlari deydi. Yo bo'lmasa yangi mazmunlarni ijod qilish degan ishlarda ishlatadi. Shu bu yerda hamda mishnaq bir rasmning ustida xatlar bo'lsa, shu xatlarni o'chirib o'tishda hamda o'chirib o'tib, hamda ashunga o'chirib o'tgan ekan odam ashada burun xat borligini bilmaydigan bir shaklda bir yangi bir rasm ijod qilish hamda. Bu resim bilan resimni nima qilish. Hamda buni prinsipim bek oddiy. Shu faqat biz shu bir şey sun'iy rasmlarni chiqarib olamiz uchun bir xat bor, xat yo'q rasm uchun hamda bir xat yo'q rasmning ustiga xatlarni o'zimiz yozamiz hamda kompyuter programmasi orqali har xil xatlarni yozib, shunlar bizda nima bo'ldi hamda javob bilan savol bilan javob bo'ldi-chi hamda. Ma xat bor, rasm savol bo'ldi, xat yo'q rasm javob bo'ldi. Shuni biz nervatorga beramiz. Nervatori har bir qatam xat bor rasmni ko'rib, uningdan xatsiz bir rasmni ijod qilishni o'rganadi-chi. Shundan keyin o chiqargan javobni o'zimizdan bergan javob bilan silishtiramiz. Qanchalik farq bor ikkisida. Shu farq oz bo'lsa, to'g'ri bo'ldi, to'g'ri o'rgangan bo'ldi, farq chiq bo'lsa, davomli o'rgan deymiz. Ma'lum bir vaqtda mashq qilgandan keyin uning ustidagi rasmni o'chirib o'tishni o'rgandim. Yana bir asosliq nimam shu rasmlar rasmni izlash, lekin hamma rasm emas, meniki asosligi hamda shu shirkatlarningki markalarni izlashchi hamda. Logolarni. Odatda bir shirkat qursak, shu logolarimizni anga olishimiz kerakchi hamda. O'shaga anga ilib, hamda boshqa qo'g'daymiz hamda boshqa ishlatib olmasin debchi hamda. Hamda yangi marka kelsa-mu ashlarni avval biz angilib inib bo'lgan markalar bilan bir silishtirib o'tib, agar uning bilan o'xshash bo'lmasa, buldu sening markang boshqaniga o'xshamaydigan biz nima qilsak, anga olsak bo'ldi deymiz, bo'lmasa anga olmaymiz. Lekin hozir shirkatlarning ayt jiq bo'lg'ashqa necha millionlagan markalar borchi hamda. Necha millionlar markalar bo'lgan ekan, ham yangi bu qurilayotgan shirkatlar jiq bo'lgan ekan, bu her bir qatim bu ishni agar odam qilsa, burun odam qiladi. Odam qilsa nurg'un vaqt ketadi emasmi? Her bir qatim siz necha million markani silishtirib chiqishingiz kerak hamda. Bo'lgan ekan hamda buni hamda mushunday ishlarda mushunday inson qilishi tez bir ishlarni hamda kompyuter qilsa deb mush rasmini bilan berib qo'ysak markaningki, u rasmidan shu uchurlarni chiqarib, o'sha uchurlar bilan silishtirsak deb nima qilamiz hamda. Silishtirib hamda o'xshashni topamiz hamda. Bu yerda hamda biz shu neural networkni ishlatamiz. Shu rasmni berib bir shu nervatorning o'ttirsidagi ko'rinmas qavatlardan bir qism aktivlashgan uchurlarni ilib, aktivlashgan uchurlardan hamda aktivlashgan uchurlar bilan shu rasmni ifodalaymiz-chi hamda. Hamda shu ifodalangan uchurlar bilan hamda boshqa rasmlarning shu uchurlarini silishtiramiz. Bu uchurlar qisqa uchurlar silishtirg'uli bo'ldi. Shuning bilan agar bu uchurlar bir-biriga o'xshash bo'lib qolsa, biz uni o'xshash deymiz. O'xshamasa o'xshash demaymiz-da. Ya'ni shu dağı asosan qaytirib beramiz hamda. Qaysi rasm o'xshash, qaysi rasm o'xshash emas deb. Qo'llanishchanki bu. Yana bir nimam tajribam qilayotgan hozir mau marka emas, shu mesela qo'l telefonlarida mesela bir rasm izlamoqchi to'rda. Şu adıyla resmini sızsam, ismini bilmesem, resmini sızsam, ama şuna o'xshash bir resmini teppersen deb. Çünkü hem adam bir ressam emas. Şuna bir adıyla naiti bir addi bir sızmini sızsa, sızıqlar bilan, kichik baldakilam sızsak, aşdan o'xshash resimlerini izlep bergen deyendik. Şuna o'xshash ish hamda ma'noda hamda bu anondan bize tesrak çünkü mau odamlar har xil g'alati sızgan ekan, ba'zan joyda shu nervatorni tunishtirish ash rasmni nervatorga tunishtirishmi bektaschi hamda. Shuni hamda
Burunlilik manda bir nima botdi, xat kirgizgich. Masalan, uniliqi axli telefonlar chiqqandan keyin qo'limizda yozsak, to'nib shunga o'xshash xatlarni chiqarib berdi. Ashunga o'xshab qoldi ekanda. Ashunga o'xshash. Bularning orqadagi texnikalar asosan o'xshash. Asosan o'xshash. Endi bizning qildig'inimiz endi har bir alanninki, har bir sohaniki o'ziga tushliq talabi bo'ldi-ku. Ya bo'lmasa bu tez bo'lsin deymiz, ya bo'lmasa bek to'g'ri bo'lsin deymiz, ya bo'lmasa buni telefonda ishlatkili bo'lsin deymiz. Shularga moslashtirishimiz kerak-ku endi. Shu moslashtirish jarayonini biz tadqiq qilib chiqamiz endi. Shu ishlatadigan odamning talabiga nisbatan qarab, har xil nima qilib, tanishib, shunga moslashtiramiz. Lekin asosliq texnika o'xshash. Asosliq texnika o'xshash. Faqat bir ikki yer o'xshamasligi mumkin. Endi o'zimizningki Uyg'urchaninki to'g'riliq ish endi bilimiz biz Uyg'urchada ham Uyg'urchaning latinchasi bor, endi Uyg'urcha arab yoziqi bor, ham latincha yoziqi bor. Bu latincha yoziq endi bir faqat bir necha organninki nimasi bilan chiqqan latincha yoziq endi. Bir necha organning tuzishi bilan chiqqan bir latincha umumlashib qo'yamdi. Ma'rifda o'tilmaydi endi. Shunday qo'yamdi, o'tilmagan ekan. Shu hamma odam har xil yozuvchi endi bizning Uyg'urlarda. Ba'zan Turkiyada o'qiganlar turkcha aralashtirib oldi harflarni. Germaniyadagilar boshqa germancha harf, Yevropaning harflari. Ba'zanlar pin ishlatadi. Ya'ni har xil yozishlar uchun to'g'ridagi qalaymaqonchilik bor bir. Qalaymaqonchilik. Ya'ni bir nurg'unlari imlo xato, yo bo'lmasa harflar xato ishlatilgan degandek-ku endi. Endi biz buni qanday qilib endi to'g'ri bir shaklga to'g'rilay olamiz. Ya'ni imlosini to'g'rilab, harflarni to'g'rilab qila olamiz deb shunaqa bir masalani hal qilish uchun qo'ydim endi. Albatta buni orqadagi ishlatilgan texnikami bir tilni yana bir tilga tarjima qilish ishlatgan texnika bilan o'xshash. Faqat bu yerda xato yozilgan Uyg'urcha, latincha Uyg'urchani boshqa bir til, to'g'ri yozilgan Uyg'urchani boshqa bir til deb o'ylasak ham bo'ldi. Shuning bilan biz xato yozilgan Uyg'urcha bilan to'g'ri yozilgan Uyg'urchalarni berish orqali, shunday bir nervi to'rini mashq qildirish orqali u xatoni to'g'rilay oladigan shaklga keltirdikda. Endi nimishqa bu yerda bu imlo tekshirganini qila oldingiz, nimishqa u tarjimani qila olmaysiz, texnika o'xshash, lekin nimishqa buni qila olmaysiz deganda bu yerga asosli sabab sonliq ma'lumot. Uyg'urchada bizda hozirgacha ochiq ikki tilning tarjimasi yo'q-ku endi. Uyg'urcha yoki inglizchada tarjima yo'q. Lekin mayadagi men sonliq ma'lumotlarni, xato yozilganini men shu nima qilib, bir doklad chiqarib, nurg'un odamlardan savol so'rash orqali, ularning qaysi harfni qanday ishlatadiganini so'rash orqali, ularning nisbatini hisoblab, qancha %da şeyning o'rniga aksini ishlatar ekan, qancha %da nima qildi ekan deb shu sonliq ma'lumotlarga tayinib, to'g'ri tekstni xato tekstga aylantirib, shu tekstlarni bilan mashq qildirish orqali chiqara oldim-da. Chunki bu yerda sunniy tekst, ya'ni sunniy yasalgan sonliq ma'lumotlar bilan hal qildik bu masalani. Ya'ni bu xil texnika jiq ishlatildi. Haqiqiy sonliq ma'lumotlarga erishamasak, biz kompyuterda yolg'on sonliq ma'lumotlarni yasab, shu sonliq ma'lumotlar bilan mashq qildirsak bo'ldi. Bu nerv to'rnicha. Bu pek yaxshi bo'pti bu. Bu endi 2015-yili qilgandik, endi shu vaqtda shu meni bek ishim pishircha bir sal xato yasalar tinchida shunlar, lekin shu darsni olib, bu yerda bu darsning ismi Natural Language Processing, tabiiy tillarni bartaraf qilish debchi. Ham o'zimniki u Uyg'urcha tarjimani yasab chiqish orzuyim bor bu vaqtda. Shular mush darsdagi shu proyektni bu projeyda qilib, endi bu maqol qilib chiqargan, buni endi bu Uyg'urcha bo'lgandan keyin
buni hech kim naql keltirmaydi deb o'ylasam, hozir eng yaxshi naql keltirgan maqolamning birisi bo'lib qoldi-ku. Chunki bu masala faqat Uyg'urlardan emasga emasmi? Boshqa O'rta Osiyo deydi, Turkcha deydi, o Finlandiyadagi finchilardami shunday masalalar bor ekan, shunga yaqinlashib qolgan. Shu ularmi endi naql keltirdi endi. Shunaqa bir endi, ya'ni lekin oxirgi texnika endi shu nerv to'ri bilan sun'iy yasalgan tekstlar bilan mashqlantirib, shunday bir imlo tekshirgich, latincha, uyg'urcha tekstlarni tekshirgich yasab chiqdim. Endi bir necha mushlar endi mening tadqiqotim endi. Voy maşallah. Ko'rurmanlarimizdan birmuncha savollar kelibdi. So'zlaydigan slayd tugdimi yoki aka savollarni men so'rayman? Şu bir iki slaydlam qoldi, ya'ni ki savol addilamlar. Endi shu sun'iy va biz endi bizga keldik, endi nima uchun sun'iy aql, men sun'iy idrok deb yozibman. Sun'iy aql bizga lozim. Ya'ni chunki biz, ya'ni bize aciz, hozir bu sun'iy aql bizga ko'paytgich, ya'ni biz, ya'ni sun'iy aqlga erishsak, bizning 100ga yoki 1000ga kuchimizni ko'paytishga bu endi aldırıki. Bizge lazım. Biz başka millet bilen bo'lgan nimamizni, aramızdaki arlıqni sun'iy aql bilan qisqartalaymiz. Masalan, şu Google Translate chiqdi. Chiqishi bilan biz yana nurg'unlagan kitoblar, tarjim qilinmagan kitoblar yana Uyg'urcha tarjim qilina oladi. Nurg'unlagan boshqa nurg'unlagan insonlarimiz nurg'unlagan bilimlarga erisha oladi. Tushundingmi? Yani bu neyse, eğer özümüzden küçük, yani özümüzden küçük tanımızsa nurgulgan meblağ, nurgulgan küçük edici, bu bek tesemdi. Lakin sun'iy aql bilan biz bu çıkımlarını kichikirtaymiz. Endi bu sun'iy aqlni işletish uchun eng muhimi bizga texnikadan belki sonliq ma'lumotlar lazım. Texnikani shunday cho'ng shirkatlar ya bo'lmasa shunday davlatlar hozir bizga o'rtoqlashib beryapti. Chunki ular faqat eng oldingi texnikalarni lozimchi, eng yaxshisi lozim. Uning tuarekni bular nima qo'ydi-chi, hamma odamga o'chib qo'ydi. Oshkorlaydi. Chunki ular eng oldidan tursa bo'ldi, uning ostidagisi ular uchun unchalik muhim emas. Chunki har vaqt insonlar eng yaxshisi amroqchi, ular bozorni egallab olsa, o'zga texnikani birinchi kerakligini nim qilmasam deydi. Shunga uningda tuarekni butun nimalarga oshkorlab o'taydi. Lekin bu tuanki texnikalarni nihoyat muhim texnikalarda. Lekin buni ishlatish uchun bizga sonliq ma'lumotlar lozim. Endi bizga Uyg'urlarga oid sonliq ma'lumotlar shu bizningki tilimiz, til boyligimiz bo'ldi-ku endi. Mayli ovoz bo'lsin, tekst bo'lsin, rasm bo'lsin, sin bo'lsin. Yani burundan tatip qolgan aşındaq hammasi shu sonliq ma'lumotlar bo'ldi. Yani qo'lingizda har qanday tekst, burunqi kitoblar bo'lsin, hammasini shu to'rga, bulubmi to'rga hamma odam ko'ra oladigan yerga chiqarib o'tdim. Yana birisi, masalan, yangi videolar, masalan, hozir nurg'unlagan YouTuberlar chiqyapti. YouTuberdagi videosi ko'rinmagan YouTubermi Uyg'urlar uchun nihoyat cho'ng ish qilib beryapti. Chunki sizden aşağıya çıkıp bir Uygurca sözleşiniz, ameliyette Uygurlar için bir sonliq ma'lumot yaratıp berganimiz. O sonliq ma'lumotlarni qanday yig'ib oldi, uni ansirmasangiz bo'ldi, uni yig'ib ola oladi. Sizlar to'xtamay yaratib, shu sonliq ma'lumotlarni jiq yaratishimiz kerak-ku. Chunki sonliq ma'lumotlarni jiq yaratmasak, bizningki sonliq ma'lumotlardan o'rgangan nerv to'rimiz shunchalik o'rgana oladi-ku endi. Hem sonliq ma'lumotlarning sübtini o'stirishimiz kerak. Agar sübtini o'stirmasak, sonliq ma'lumotlardan chiqqan o nerv to'rlari nachar bo'lib qoldi. O nachar nerv to'rlarini keyingi avlod ishlatsa, ularning tilidami buzilish paydo bo'ldi-ku. Chunki inson o'rin bo'ldi. Ya'ni hozir men balkim nurg'unlarimiz imlo xatoligimiz xato bo'lishi mumkin, imloni toza bilmasligimiz mumkin, balkim bir to'rbatdan bir imlo to'g'riligini nima qilsak, ashni to'g'ri deb his qilamiz-ku endi. Agar keyin endi bu yasab chiqqan nerv to'rimizmi
agar bize xato nervi to'ri bo'lsa, butun millatni shu xato narsa bilan yo'l nima qilib yetib qoldi-da. Baş tarafga bo'limlab ketdi. Shuningga hozir shu Uyg'urchani bilgan, yaxshi bilgan, bulubmu cho'nglar shu o'zining bilgan bilimlarini ovozlik, suratlik, xatlik shu to'rda nima qilib yaratib chiqish, qo'yib qo'yishsa, bu soliq ma'lumotlar qanchalik jiqaygan sari bizningki nimamiz o'rgangan shu nerv to'ri shuncha asqatidi. Bu endi shu nerv to'ri bilan endi biz balkim shu tilimizga yana bir yangi hayot paydo qila olamiz. Endi miyaga bir sol tarafga bir rasm qo'yib qo'ydim. İbadet ötkenimizdek hozir biz nayeti bir ilgilaydigan bir davrga yetib keldik-da. Biz bu yerda degan yerda mana sizlik tuzmayotdi-chu. Bu yerdagi 10 yil, oldimizdagi 10 yil burunqi ajdodlarimiz o'tgan 300, 500 yoki 1000 yildan bekrak önemli-chu, bek muhim. Agar biz shu oldimizga 10-20 yilda chidab o'talsak, ya'ni yeterlik soliq ma'lumotlarni yaratib, chidab o'talsak, nayeti cho'ng bir o'zgarish bo'ldi-chu. Vaqtda nima bo'ldi, bo'lmaydi, bilgili olmaydi. Ya'ni ma'lum nuqtadan biz bek nachar bir muhitda yashayapmiz, yana bir ma'lum nuqtada biz bek ta'laylik. Chunki sizlikdagi tuz turgan tarafda nurg'un millatlar yo'qolib ketdi. O sizlikda turyapmiz-ku endi. Bu yerda endi nurg'un millatlar sizlikning bu yerga keragini yo'q endi-chu endi. Şuna endi tarafdan yenilamlar biz nayt baxtlik sunniy aql endi kelgusida balkim bizga yordam qiladigan bir kuch bo'lib qolishi mumkin endi. İnşallah. Hamsi suallarımla nim qilayım aka. Bo'ldi. Ko'rurmanlarimizdan bunda bir savol kelibdi. Mashinalar o'ylay olamdi deydi. Mashinalar o'ylayolmaydi, lekin o'tgan bir necha yillarda endi tush ko'ra oladigan mashinalarni yasab chiqqan endi. Ashundaroq endi Jeep Dream deb qo'ydi, lekin biz o'ylagandek o'ylayolmaydi, lekin ash darajaga yaqinlashib qoldi. Masalan, AlphaGo demi shu hissiyot qitayindi dedi-ku insonlar. Ashundan ham deyil shu AlphaGo'ningki ma'lum bir yerda shunday ilhomlanib, shunday ma'lum bir qadamlarni bosadiganligini ko'rganda endi. Ya'ni u bosgan qadami burunqi o'rgangan narsalardan emas, hamda yangi o'z yaratgan bir qadamda endi. Ma'lum darajada lekin o'ylayolmaydi. O'ylash darajasiga yetmadi. Yana mundaq savol kelibdi. 2018-yil yozda bozorga so'langan Google Duplex. Agar Google Duplex yana bir Google Duplexga telefon qilsa, u ikkisi o'zaro paranglashsa qanday bo'ldi? Mashinadan bilan mashinadan paranglashsa qanday voqelik yuz berdi deydi. Uni sinab baxtdi o'sha YouTube'da bor. Endi oxirida qalaymiqan so'zlaydigan bo'lib ketdi. Bir ma'lum bir mazgildan keyin hamla. Bir temadan yana bir temaga o'tib degandek. Lekin hozir endi GPT-3 deymiz-ku endi. Hozir eng taraqqiyini shuna so'zlaydiganning ichida eng taraqqiyini shu. Endi uningda endi shu ma'lum bir yerda bir savolni so'rasangiz, u xatolashib ketadigan bir ahvollar yuz berdi endi. Ya'ni ma'lum bir vaqt paranglashgandan keyin uningki 2 yilniki mashinadan ekanligini his qila olasiz endi. Uzun mezgil paranglashtirsangiz shu endi. Qalaymi qanchalik chiqadi oxirida. Ondan endi mundaq deydi. Sunniy aqlni loyihaligüchilar, yasag'uvchilar buni 3 ga ayiribdi. Masalan, hozir bizning bayatdan beri deganlarimizdan chiq amaliy misollar hammasi tar misollari-ku, nima deydi? Ham undan boshqa general artificial intelligence deb odatdagi anondan keyin yana birisiga superhuman deb 3 turga bo'linib. Unda xo'sh biz mush ikkinchi bosqichga qachon yetib kela olishimiz mumkin deydi. Şu dinimdek şu GPT-3 deb bu hozir insanlarningki bütün qamuslarını o'rganish orqali hozir
bütün şu Wikipedia deydi, kitaplar deydi, aşılan uyguniş arkalık hem de şu torni tıkımbek yuğan, ayıbay dedim o 173 trilyonluk bir torni yasap çıktı. Hazır bunu tıkımbek yuğan çıktırışıvatı değil mi? Belki bir 10 yıldan ki o yani belki 100 etse çoğun buluşu mümkün. Kançık hem de birisi torni çoğun ait hazır insanlardan kuvvetkini. Yeni birisi ma meninden ki kanda işleydiğini tıkımbek tarafı ügünüp aşı yine bir bilmegen yerleri buluşu mümkün değil mi? Aşı bilmegen yerini tepip aşı hazırki ma çoğunkur ügünüş algoritmini tıkımbek yaxşılaş dep cemdi. Ma hazır ma ügünatkan ma deep learning diyen metodda bazen bir kemçilikler var. Hazır ma backpropagation dep ma kenigen durduğun bir dedim ko aldığı menep kenige ma hatalıktan yetküz berdi. Bunu hem de insan mınısı fakat muşinalam kılamdıysa insan mınısı bunda kılmaydıgan buluşu mümkün hem de aslında başka usluplarım var. Onu bilemeyevatıdı hazır. Lakin onu bara yıkılışvatıdı. Burun dedim sağlık malumatlar bilen sual ve cevap bilen ügünüvatat değil neural torlar. Hazır cevapını beğenmeyi. Bunu unsupervised learning deyimiz. Cevapını beğenmeyi durup mu ügütüvatıdı hazır. Onun mu derecesi belki yukarılatıdı. Yani kelgüsüdeki suni akıl şu unsupervised learning deydi. Cevapsız ügünüşte. Yapımızda başkurgusuz ügünüş desek mi buldu? Küzetkişsiz ügünüş deydi. Muşinan terakkiyatıga bağlı hop kaldı cemdi. Hem de bu yani şu kompüterniki aşı toxtumay nurgulgan sağlık malumatı erişiş hem de yeni muşundak hesaplaş güçü. Hazırki hesaplaş güçü şu kompüterdeki özellikler ikinci quantum computing olsa belki yeni bir basqıçını biz mümkün. Yani onun için hem değişiyormuş 50 yıl dep oylayman ben. Özümce her xil adam her xil cevap verdi. Bazı adamlardan sorsanız 10 yılda erişip bulmaz deydi. Bazı adamlar mengü emas deydi. Belki bence 50 yıl içi xili çoğun özgürüş oldu. Lakin insanın aklı yetkidek o bek tersemdi. İnsanın aklı yetkici o xili zaman ketemken 50 yılgacha nurg'un şop ketdi lekin yana inson yana aqlli buldu deb o'ylayman. Mening ishonishimcha. Men o insanın bütün qılaydigan hem işini tan qila alaydigan undaq näs bolmaydı deb o'ylayman endi. Ondan yana bir körürümüz mundaq sual sorapdı. Mushu suni aqlni işiltib hakkerlik qila alamdyk. Suni aqlning bu hakkerlik ko'rsatgan ta'siri qandaq buldu deydi. Elbette hakkerlikla ibay dedim koy suni aql mol aldı alaydı depçi. Sen de bir yerde siz nimni hacker qilmoqchi. Eğer siz bir Tesla şirketining mashinasini hack etmekçi olsanız siz mesela manda hack etdi. Bu Tesla'nın mashinasi yo'ldagi yol belgelerini o'qiydi emasmi? Ma'lum bo'lsa, resim bilan bir taraf resim tartib yo'l belgelerini tunuydi. Yo'l belgelerining ustiga ibayqa degandek shovqinli signalni kirgizib etsangiz 20 kilometr süratte mağdıgan yani 100 kilometrede mağdıgan özgertip etki bulducu. Hem şundak bir xatersizlikleri buldu hem de. O şavqını adetki adam köremeydi. Fakat kompüteri his kılalaydı. Şu an o şavqın bile o 100 kilometre aşında munda haklar batıyor hem de. Yani başka haklar mı buldu hem de. Mesela akıllı telefonlarda ma 100'ninki nimesi degandek ma 100'ge qarab tunuydigan degandek. Aşında nurgulgan şu aqada insan deep learning çoğunkur öğreniş texnikasi olib qalsa, aşna acizliqini tutulup lamla aşna telefonlarni echib o'talaydigan bo'ldi endi. Bunun da acizliqini qanday tutib oldi desangiz, nimish shavqinli signalni qanday yaratdi desangiz, ayadiki keniga yanadigan algoritm dedim go backpropagation deb keniga yanadigan. Yani bu neural network o'zining xatoligiga tayinib özünü to'g'rilaydi emasmi? İnsanlar qanday qildi desangiz, o xato signal nima javobni to'g'ri muqim qilib qo'yib, javobni muqim qilib qo'yib, ma to'g'rini muqim qilib qo'ydi-chi, o'zgarma, to'g'rini o'zgarma deydi, javobni o'zgarma deydi. Faqat ma kirdigan narsani o'zgar deydi-chi, kirdigan signalni.
kirdigan signalni o'zgar degan ekan, bu signal o'zgaraverib, o to'g'ri javobni chiqaradigan bir signal chiqadi-ku endi. Shu signal endi shovqin signal-ku endi. Ayetler to'rni mashq qildirmaymiz, signalni mashq qildirmiz-ku, signalni yangilaymiz. Yangilagan signal to'rni to'g'ri javob boshqa bir javobga yetkazadi-ku endi. Shundaq shovqinli signallarni o'rganib biz, shovqinli signallarni shundaq ovozga, rasmga yoki boshqa narsalarga qaytib neural network kashil chiqadi endi. Xato javoblarni berib qo'ydi, xato javobni berib qo'yish endi shu bir hakkerlik bo'ldi-da endi. Bir turi endi. Yeni bir ko'rinimiz bundan savol so'rabdi. Elon Musk inson miyasiga bir uskun taqash orqali inson aqli bilan birlashtirib va ma'lumot yetkazish projektini sizcha amaliylashtira olamdi? Agar amaliylashtira desa, insoniyat dunyosi qanday xatarlarni saqlayotdi deydi. Meni o'qishimda hozircha bo'lmaydi debchi. Chunki eng ojizlik yeri uni yerlashtirib inson miyasiga o'rnatib qo'ygandan keyin uning energiyasi tugitib bo'lib, undan keyin uni olib chiqish kerak emasmi? Yana bir qatam ilib, uni to'qqachlash endi. Hozir eng muhim nimasi shu energiyani qanday mas'ul qilish deb bir masala bo'lib qoldi-da endi. Lekin inson miyasi bilan bilishalamdi. Agar energiya masalasini hal qilsa, bilishish mumkin. Chunki qanday qilsangiz, ular o'xshash shu. Insonning bir narsani qilsa, inson miyasida nima bo'ldi-ku, signallar paydo bo'ldi emasmi? Masalan, xo'shal bo'lsangiz bir signal paydo bo'ldi. Xafa bo'lsangiz bir signallar paydo bo'ldi. Mush signallarningki nimasini qandaq signalning nimaga vakillik qildigan shunday bir cho'ng bir soliq ma'lumotlarni qurdi-da bular endi. Cho'ng nurg'un insonlarning kalisiga nimalarni taqash orqali ma'nas to'g'ri xo'shal bo'lsa ma'u, ya bo'lmasa bir narsani so'zlasa ma'u deb shunday signallarningki soliq ma'lumotlarni yig'ish orqali bular mana shunday bir nerv to'rini yasab chiqdi. Lekin bu nerv to'ri odatda cho'ng energiya isrof qiladigan bo'lg'achqa o inson kallasiga taqib bo'ladigan o o'zak bek kichik bo'ldi-ku o yerdagi. Kichik bo'lgandan keyin uningga bek cho'ng nerv to'rini qo'yolmaysiz. Qo'yamagandan keyin uningni bir taraf qilish kuchi cheklik bo'lib qoldi. Shunga balkim u faqat hozircha endi bek mumkin emas ish deyman. Bunda insonlar uni chaqirgandan qo'lingizdagi telefon yaxshi endi. Akıllıca kirib signallar bo'yicha men bundan bekrak yaxshiroq bir telefonni olsam, telefonda azroq kirgizsamlamla javob chiqadi ekan bu deb. Xuddi ba'zi odamlar sirvi ishlatmaydi. Chunki ovozni deb, uni saqlab javobini bergicha men qo'limda yoziblamla javob ko'rsam bo'lmadimi deydi-ku endi. Shunga o'xshab balkim uzoq muddatgacha balkim odamlar u narsaga undaq o'ziga bishiga u narsani chetib qilmaslik mumkin. Ondan yana bir ko'rinimiz bunday so'rabdi. Sizcha 2000-yillarda ishlangan Matrix filmda tasvirlangandek sun'iy aql robotlar inson kontrolligidan chiqishi mumkinmi? Va bu kelgusi yuz bergan robot inson urushiga sabab bo'ladimi deydi. Bence o davrda kelmedi hamdi. Hamdi balkim yani qandaq desek hamdi mashina o'zi deymiz hamdi. O'zining ro'yini tepib, hamdi o'zi xo'jayin bo'lishni, o'zi yaratquchi bo'lishni o'ylaydigan o bir aql davriga kelmedi-da. Lekin qanday qilish mumkin desangiz, shuna programchilar yo bo'lmasa hakkerlar shuna robotlarning programmasini o'zgartirib etib, uni insonga dushman qiladigan mundaq bir davr kelib qolishi mumkin. Lekin o'zi tuyuqsizdan bir kun aqlli bo'lib qoliblarlar, lekin insonlarning o'zini qo'l qilib ishlatayotganini yoki bo'zaq qilayotganini biliblarlar, ular o'shman bo'lib, u davrda bekirab. U davr keldi degan gap, haqiqiy aql paydo bo'ldi degan gap. To'g'ri. Ondan bir akamiz bundoq debdi.
Assalamu alaykum Osman Javkam, sizni bək sıyğandıq. Deep learning çonqur öyrəniş texnikasida Türkiye'nin tərəqqiyatı qanchalik deb so'radi. Ve bek yaxşı sual oldu. Türkiye'nin terakkiyatı bence bek tez. Türkiye'de nurgulluğun yaxşı üniversiteler var. Mesela hazır ODTÜ'de yeni bir çoğun robotics lab kuruldu, tecrübhan kuruldu. Türkiye hükümetine ait cık meblağlarını sıvatıdı bununla. Yani bütün dünyadaki en çok şirketlerde, en çok nimelerde, şu üniversitede karşısınız, makale karşısınız, bu yerde bir Türk var işkılıp. Yani bu yerde Türklerinki rolümü bek çoğuncu hemdi. Nurgulgan çoğun şirketlerde, nurgulgan çoğun projelerin ağıda karşısınız çoğun bir Türk'ün tapalaysız. Türkiye'deki üniversiteler bunu bek pişçevatıdı, şirketlerin bek pişçevatıdı. Yani bu teknikde egelleşke. Hem Türkiye'de mi eğer kompüterde okuyan bolsanız, nurgulgan tecrübkanlar var. Muş tecrübkanlar muş okuvchilarga o'qish bursini beribchi, o'qish mukofot puli berib, mush texnikalarda endi tarbiyalayotdi endi. Andan yaqinda shu virus to'g'riliq gaplar bo'lyapti. Bundan keyin hozir Turkiyada Xaskodi deb bir narsa nima qilyapti, ishlatyapti. Nim bo'ldim yuqumlang'ich mı emasmi degandek, masalan kutubxona yoki bo'lmasa bir do'konga kirganda shuni ko'z tutib kiryapmiz hamdi. Deydi yaqinda qo'liga bir narsa taqaydi ekan shunga munosabatli insonlarning, yuqumlangan insonlarning va buni chiqarib olsa mancha pul jarimani to'laydi degandek ba'zi bir mish-mish gaplar anglayapmiz. Endi bundan sun'iy aql bormidi? Bundan xabaringiz bormidi? Bu nimalardan gaplardan yoki Bunun da xəbərim yox. O sünni aql emas əməliyyatda. O çünki hər bir adamın koduna bir talim qıla alaysınız emasmı? O faqat normal kompüter algoritmi. Yəni xuddi sizningki ID kartınız, yəni Hex kodunu ID kart bağlab qoyğan narsa əmdi. Lekin shuningdek insonlarning qo'liga taqab qo'yish orqali ba'zida insonlarni kontrol qilish yoki masalan nega berib nima ish qilgan o'sha narsani ya'ni uningdiki ashning bilan jiqqan sonliq ma'lumotlar bilan endi shunday bir narsani nima qilib bo'ldi endi yasab chiqib bo'ldi endi ya'ni nega borgan nima olgan soat qanchada u yerga bordi degandek narsalar bilan sizningki balki kelgusida nima ish qila oladigan kim bilan ko'rishadiganligingizni nima qilib bo'ldi endi o sonliq ma'lumotlarni yig'sa endi agar o sonliq ma'lumotlarni yig'may bir taraf qo'ysa bo'lmaydi endi yig'sa endi shu ham sonliq ma'lumotni yig'amdi sonliq ma'lumotlarni siz bir taraf qo'yib olamsiz o'chirib o'tsangiz o'chirib o'talamdi ya'ni u hammasi shu davlatning qonuni bilan munosabatli endi tushundim. Yana bir bunday savol kelibdi. Rasm holatidagi Uyg'urcha xatlarni to'nib yoziqqa aylantirish texnikasida qanday ilgirlashlar bor deydi. Bundan ilgirlash bor. Mau G'ayrat akamiz bor Yaponiyada. Nihoyatda yaxshi ishlarni qilyapti. G'ayrat akamiz shu o'zi shu kuch chiqarib shu sonliq ma'lumotlarni ijod qilyapti endi. Endi deganimda texnikalar bor. Lekin bizde sonliq ma'lumotlar az. Shu G'ayrat akamiz o'tganda shu ovozni, nemisni, Uyg'urlarning ovozini tunishtirish uchun ovozni tekstga aylantirish qilish uchun bir sonliq ma'lumot yasab ovozni tekstga tunishtirdi. Undan keyin G'ayrat akamiz yana shu Uyg'urcha har xil fontlarni ishlatish orqali nurg'unlagan tekstlarni ijod qilibdi hamda sun'iy tekstlarni shu tekstlarni mashq qildirish orqali shunday bir Uyg'urcha xat tunish nimasini yasab chiqdi. Buni ochiq kod qildi. Balki bizning xalqimizning xabari yo'qdi, lekin GitHubda bor. Shuni ishlatsangiz hozir har kitoblardagi tekstlarni shu rasmli tekstlarni shu nimga aylantirib beradi. Xatga aylantirib beradi. Buni bekorliq nima qildi? G'ayrat akamizga rahmat. Javob chiqyapti, lekin hozirgacha endi o'zining
qilgan ishini bir yerda beklab ketmaydi-chi endi. Shu balkim xalqimiz xabar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Müşahidin G'ayrat akımızga köp rahmetimizni bildirimiz. Yana bir sual keldi. Aslında bu sual bayan sözünüp oldu. Maşina ügünüş bilen çoğunqur ügünüşden nime farkı var deydi? Maşina ügünüşte nurg'unlagan texnikalar bor. Masalan, statistika deydi, logika deydi. Her xil belki matematikalik hem degan mao bias learning deymiz, Bayesian learning deymiz. Nurg'unlagan texnikalar bor-chi, hamda deep learning faqat shu to'rni quriblamla, shu to'rni mashq qildiradigan. Bizningki yana mao boshqa texnikalar bor, mao deep force deymiz, mana shunday umi to'rga yiqilishib qoldi, lekin uningda yağış, daraxtninki nimasidan foydalanibchi, mana shu daraxtning shaklidek, shu har xil shakl nimalarni, guruhlarni qurib, shunday har xil masalalarni hal qilib bo'lgan. Shu deep learning faqat uning ichidagi bir usul. Bu usul ishitish oson. Natijasi yaxshi bo'lg'achqa hozir oldiga ilgilab ketdi, lekin yana boshqa nurg'unlagan texnikalar bor. Shu boshqa nurg'unlagan texnikalar bilan o'sha deep learning birlashib, şu machine learning buldu. Şu cevap. Peki. Programımız müşahede tügüdüğü suallarımız. Akkarikin hakikaten hazırgacha Uyg'uristonda mana 13. programımız, 13. sanat turatımız. Vaqt jihatdimi eng uzun, mazmun jihatdimi eng manfaatli bo'lgan programlardan birisi deb qarayman. Masalan, kirishdan burun bu masalan siz bilan suhbat qilishdan burun nurg'un savollar bor, kallamda aniq bo'lmagan. Siz orqali ajoyib güzel javoblarga erishdim va haqiqatan ajringizga rahmat. Alaydan vaqt chiqarib mushtaq slaydlarni tayyorlab va videolardan tatib ko'rsatib bizga nurg'un aydın bo'lmagan masalalarni bizga aydınlashtirib berdingiz. Haqiqatan rahmat deymiz. Ko'p rahmat sizga. Men rahmat aytman. Amaliyotda bu tema yani aslida 5-6 yil burunlamla shu xalqimizga yetish kerakchi hamda bu tema. Ham balkim mendanmi yaxshi mushtumda tadqiqot qilgan insonlar bo'lishi mumkin. Shularninki chiqib o'zining qilayotgan ishlarini so'zlab berishini men umid qilman. Bu qatim men yuzaki kilamla bek cho'nqur qilmadim. Chunki bek cho'nqur qilsak dars o'tgandek bo'lib qolmasin deb faqat mush yerda qanday taraqqiyotlar bo'lyotdi, qanday kelgusi qanday bo'ldi degandek oddiy bir narsani so'zlab o'tdim. Xalqimizning yaxshi ko'rishini umid qilman. Agar xatoliklar bo'lib qolsa, tuzitib qo'yishini umid qilman. Rahmat, hammanglar omon bo'linglar. Sizmi omon bo'ling aka. Eng oxirida oilangizga baxt, shu ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p rahmat sizga yana bir qitim. Rahmat sizga. Hurmatli ko'ruvchilar, programmamizning 13-sonini shu yerda oxirlashdik. Kelarki sonlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.